Altın Keş Abdori Halida İsrail Roman Hadiye 5 17. bab Şu vaqtlarda hech bir gunohsiz shahar aholilarimi har xil bahona bilan uy makonlaridan quvlanib yezga tarqoqlashtiriladi. Bu shamol mening bolalarim bekayotgan ayolg'im keldi. Uning bilan jafoliq kunlarda hamdam bo'lishib urug' tuqqandek bo'lib qolgan edik. Yolg'iz bechora yezda qanday qilar? Men bolalarimni qanday qilarman deb ham qilib yursam, menimi bolalarim bilan maktab dehqonchilik maydoniga haydashdi. O'rin ko'rpa laqilotlarimizni harbaga besib elib ketishgan edi. Ularga bolalarimni olg'ash ketinglar deb shuncha yolvursam unamadi. Amaksiz bolalarimning birini ko'tarib, birini yetilab 10 kilometr yo'lni piyoda minishga majbur bo'ldim. O'g'lim semiz, xil ig'ir edi. Uni ko'tarib bo'lolmay yerib ketsam, xilala ish o'qib qolgan qizim harqindan tarlab qizirib ketganiga qaramay, "Appa, yerib ketdim. Akila ukamni men ko'taray" deb mening harduqimni chiqiradi. Ana bola uchimiz bu yo'lni bir kun menib dehqonchilik maydoniga kashf bo'lgani yetib keldi. Oshxona yendiki kichik qorong'u bir eg'iz kapini bizga tayyorlab qo'yibdi. Uyning tomlaridan to'p to'kilib turdi. Parcha-parcha taxtay bilan ko'na panarkidan yasalgan eshik zotla chin yepilmabdi. Bunga amal yo'q. Mushu kapida bir nimalar qilib jon beqishimiz kerak. Yotqanning bir tutam paxtasini chiqarib, pelik eshib, dum ko'mtirilgan piyolning o'yman yeriga oshxonda elib chiqqan 2 qo'shiq yog'ni qo'yib, qora chiroq yasadim. Qora chiroqning yo'riqida yerni serib supurib, ustiga kigiz-kechaklarni selib, o'rin rasildim. Yerib ketgan bolalarim tezli uyquga ketishdi. Men tunglikdan ko'rinib turgan bir necha yulduzga qarab, inimni, yasnib qolgan ota-onamni, o'z ahvolimni o'ylab, xiyollarimni bir boshqa elib chiqolmay, to'xtamay xursinib uzoqcha uyg'oq yotdim. Adadan tortib tugumas amgakka tushib ketaman. Balkim yezicha mushu yerda turib qolarman. Bu yerdan qaysam, yana bir amgaklar meni saqlab turadi. Keyingi umrim mushunda o'tarmi? Bu kunlarning oxiri nadan chiqar? Men u yerda ishlayotganlarga tamoq etatdim. Ig'ir oyoq ekanligimga qaramay, sahar turib yo'g'on chilaklarda suv to'shib, kuplarni to'shqizatdim. Ataganlik tamoqqa ulgurib, non yiqib, choy qaynatatdim. Tushdi ba'zida kechda osh etatdim. Birdan bekor bo'lib qolsam, atrofdan tarmach terib, o'tin yig'atdim. Xizmatim jafoliq edi. Lekin har qancha jafo tarsam, bolalarimning yonida ekanligimdan xushal edim. Mas'udmi pat-patli bizning uxlab kelib, saharda ketib qoladi. Men dehqonchilik maydonida ishlayotgan yili 1970-yillar bo'lsa kerak, Qashqar viloyatlik Inqilobiy komitetining 3 olim meni yo'qlab keldi. Ular mendan Kamol va Nuriyaning Urumchida o'qiyotgan chaqlarda bir tashkilotga qatnashmaganligini, Oltin Kesh nomli dramaning qanday drama ekanligi, uning qatnashganlarning keyin qanday bir taraf qilinganligini so'radi. Men ularga ayni ahvolni, hech qanday tashkilotning mavjud emasligini, bizga hech qanday chora ko'rilmaganligini aytib, Kamol bilan Nuriyani kuchimning boricha oqladim va ayni vaqtdagi sinf mas'ulimiz va fakultet rahbarlarining ismini aytib berdim. Ular qaytadigan chig'ida o'zlarining Urumchi o'ljalariga berib, bu masalani to'liq tekshirayotganligini aytishdi. Men ulardan Kamolning tartib chiqarilib qo'yilganligini, Nuriyaning shaharga yaqin bir nahiyaning o'tir maktabida ishlayotganligini anglab, bir necha kungacha ularni xayolimdan chiqara olmadim. Asimni va boshqa bolalarni o'yladim. Yaqin yillarda men ularning hech qanday xabarini ololmagan edim. Shu yil yozda biriga zarba berish, uchga qarshi turish yuzidan ichilgan cho'ng yig'inda yana bir qism o'qituvchi naq aksil aniqlovchi bo'lib tartib chiqarildi. Ba'zilari qo'lga ilindi, yana ba'zilari qalpoq kiydirildi.
Meni 1965-yili sınaqda qaldırış cəzası berilgəndə 1966-yili ətiyazda xizmətim əsliyə keltirganligini yo'q chiqarib, sınaqdan o'talmaganligi uchun xizmatdan qo'g'landi deb e'lon qildi. Bu chaqda kichik o'g'lim teg'i yeshiga to'shmagan edi. Qanday qilishimizni bilmay bir necha oyni dak-uduki ichida o'tkazdik. Keyin maktabdagi ba'zi kishilarning og'zida nahiyaning eng chet, eng jafoliq tog'li yesiga tushirib etilganligini to'g'risida gap so'zlar paydo bo'ldi. Bu qitim biz jim o'tirmadik. Mas'ulning viloyatlik ma'rif idorasi ishlaydigan bir saboqdishning yordamida men bolalarimni ilib Mas'udning yurti G'uljin haysiga, Mas'udning ota-onasining oldiga yetkilib boradigan bo'ldim. Mas'ud hozircha bu yerda ishlab turib, keyin fursatni tepib yetkilib bormoqchi bo'ldi. Bu nihoyatda tavakkülchilik bilan chiqarilgan qaror bo'lsa-mu, teqim ig'ir kunlarga qolmasligimiz uchun mushundan boshqa chora yo'q edi. Qanchaki chat yiroq joylarda kishilarning nazar doirasi shuncha tor, do'ppisni akildisa, beshini akildiganlar ko'p bo'lganlikdan mendek xizmatdan haydarkan, to'nga tushirilgan deyilganlar ular uchun intayin xavfli dushman hisoblanadi. Ularning bizdeklarga taqobil turish usullari shuncha ibtidoiy, insoniyatlikdan yiroq bo'ladi. Shunga nahiyada shamol chiqsa, yezida bo'ron chiqadi deydigan gaplarmi bekor emas edi. Shu yili kuzda bolalarimni elib G'uljaga qarab yo'lga chiqdim. Qashqarga kelguncha xuddi bir kimlar keynimdan ketib, qaytirib elib ketadigandek dak-dukidan qutula olmadim. Biz tushgan avtobus Oqsudan o'tib ketgandan keyin birdinla yengillab qoldim. Darisidan ko'rinib turgan xilma-xil manzaraga qarab, 10 yilning oldida mushu yerlardan o'tkicha naqadar hayajonlanganligimni, ko'nglimga pukkan arzu-armonlarimning naqadar go'zal ekanligini o'yladim. O chaqlarda o'ta qizg'inlik bilan osha yiroqdagi yurtlarga qarab atlangan edim. Bugun u yerlardan qochgandek ketyapman. Ko'nglimning bir yerlarda tortishishmi bor. Erim, bolalarimning dadasi osha yerda qoldi. Biz tartib o'tgan yoshlik bahorimizda beg'ishlagan maktabimizmi osha yerda qoldi. Men erimdan bolalarim dadasidan ayrildik. Nimishqa bunday ishlar yuz berdi? Biz asli obro'yimizga yarasha baxtli yashashimiz, orzularimizni reallikka aylantirishimiz kerak edi-ku. 18-bob. Neriq uylarning eshiklari ichilgani, Lala bilan Mas'udning past ovozda paranglashqini, choydandan choy qo'yib ichishgini anglandi. Mas'ud sirtqa chiqmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak, Lala erkalagan ovozda: "Cho'ng dada, sirtqa cho'ng opam uchimiz birga chiqaylik-chi? Nimishqa cho'ng opam doim balkonda o'tirdi?" dedi. "Cho'ng opam o'zi chiqishni xohlamaydi." "Ikkimiz birga chiqaylik-chi, cho'ng dada, ma'qul degina?" Yotoq uyimning eshigi ichilib, Lala kirib keldi. U pardalarni shar-shur qayrib etib, yenimga kelib o'tirdi. "Cho'ng opa, uchimiz pastga tushib, gullikni aylanib kiraylik. Mang'olmasang, cho'ng dadam ikkimiz seni yo'lib olamiz." "Voy chiroyligim, sen bilan birga aylanmaydigan. Ma'qul, menga oyog'im bilan nebiz chapinimni tepib bergach, turg'in, yuzimni yuvib chiqay." Ro'y kayfiyat degan ajoyib narsa. Navra qizimni erkalab turib, to'xtamay cho'ng'ildab so'zlashlari aslimlar ko'nglimda qoldirgan ig'ir tuyg'ularni birdala tarqitib etdi. Uchimiz eshik oldidagi gullikda uzun yog'och o'rindiqda o'tirdik. Bosh ko'zim tushdan keyingi optibiga chilishib o'tirganimda terlarimning bo'sh tezib, yurak so'qishimning bilinmas tezlashganligini his qildim. Illiq, rahat bir sezim butkul vujudimni qopladi. Mas'udmu shilapsini ko'ziga tushirib olib, qo'llarini o'rindiqning yo'lanchiga artib, bo'ydavatgandek o'ltirdi. Lala gullikning qirida zo'ngzib o'ltirib, baslashgandek ichilib ketgan ekiz, nozik, nafs chin gullarning pishqan o'roqlarini yig'ib chin gullarning nerisi shalom atirgullik, qizil, sariq, holrang ichilgan atirgullar Lalaga arq ko'rinish bo'lib, uning vujudida yamrayotgan tangdoqsiz bir go'zallikni gavdlantirib turdi.
Güllar haqiqatan güzel. Ama bu dunyoga sherik tushligida talpinib turgan 13 yoshli qizning go'zalligidek tangdoshsiz va ta'sirli emas. Lalaning yeli qo'pib, yeli egilib, umoqlarni tishlab, qizirib, tarlab ketgan ashu turqi ko'p o'zgarishlik lirik bir naqsini esimga soldi. Uning nomini esimga ololmadim. Xatolashmasam, u chet elning uyg'urcha o'zlashtirilgan naqsi bekmi go'zal. Güzelligidan yurakni titradigan muhabbat naqsi. Lala güzelligi, tabiiyligi, pok va ma'sumligidan yurakni titradi. Muhabbat uning uchun yiroqdagi bekmi huva. Him xatari ko'p bir ish. Oldingi kunlarda bir o'g'il bola uningga 2 qatim telefon qildi. Har qatim telefon olganda uning kayfiyati buzilib, noma'lum bir ansizlikka tushib qoladi. Yoki uyga so'nib qoladi. U mening qarashlarimdan ansirayotganini, o'ziga ko'ngil bo'lib otganligimni va uni har qachon qo'g'dashga tayyor ekanligini tushunadi. Men sukut ichida uning og'iz ochishini kutdim. Oxiri u: "Cho'ng opa, men senga bir gapni dey, ammo opam anglab qolmasin", dedi. "Xotirjam bo'l, hech kimga demayman." "Amsa, qasam ichamsa?" "Qasam ichaman." "Qara cho'ng opa, yuqorgi yillardagi bir azgi o'g'il bola doim kaynimga kirib oladi. Doim uyga telefon qildi. Opam uni bir qatim tillagandigina, yaqindan beri u yana undaq desanchu. Men uningga o'sh, ammo u bak qilin. Men uningdan qo'rqaman." "Meningcha sen qo'rqma. Uni odam ko'proq biradigarga ochiqqa qilib, nima maqsadi borligini, nimishqa kayningga kirib olganligini so'ra. Agar yomon niyatini oshkorlasa, Qur'onga yetmaganlarni qo'g'dash qonun bo'yicha munosabatli o'rinlarga arz qilganligini ayt. Agar siliq gap qilsa, o'zingdagi amdi 13 yoshga kirganligingni, muhabbatlashishni o'ylashmaydiganligingni chiroyliqcha bildir. Lekin o'zing yolg'iz sirtqa chiqma. Maktabga berib kelguncha do'stlaring bilan bilmang. Sinfda yoki boshqa yerlarda yolg'iz qolma. O'zingni o'zing eng yaxshi qo'lday olaysan. Yuraklik ham aqlliq bo'l qo'zim. Zarur tepilsa, bu ishni ota-onangga yoki muallimingga aytsang bo'ladi. Bu ish mening hali kunlargacha beharom qildi. Qandaqli bo'lmasin, Lalaning ota-onasi bu ishdan xabardor bo'lishi kerak. Biroq oldiroqlik qilishga, ishni cho'ngaytib etishga davron solishga bo'lmaydi. Bizning muhitimizda eng e'tiborliligini, shundaqla eng oson bo'lgunligini bir qiz bolaning nom sharbi. Eng yaxshi Lalaning o'ziga qo'yib berib, ishni tinish hal qilish. Lekin ota-ona imkon qadar qizining arkasida bo'lishi kerak. Lala ota-onasining bu ishdan xabar topganini bilmadi. Ammo u hozir xili yurakli bo'lib qoldi. Ilgirgidek telefon jiringizla qo'rqib ketmaydi. U Mas'ud ikimiz bilan paraqlashishni yaxshi ko'rdi. Bo'libmi, menga ko'ngildagi gaplarni qilib berdi. Bu xil ishinish bekmi qimmatli. Lalaga qarab o'ldirib, yengib pishirgan sutning yuzida paydo bo'lgan qaymoqdek yengil, tatliq bir uyquga asir bo'lganimni, ko'z oldimdagi makon va zamonning qanday o'zgarganligini tuymayli qoldim. Ashu uyimiz, go'zallik quru, eshik tubidagi bir tub olma daraxining orqasida yerga qarab turgan bir qiz. U Laladan sal cho'ng edi. Orqasidan bir tal qilib egiz bo'g'ib olgan chechi mo'risiga yelib turadi. U pat-pat ashu olma tubida paydo bo'lib qoladi. Oldiga chiqmoqchi bo'lib mangsam, qo'rqqandek tez ketib qoladi. Ana, u yana olma tubida turadi. Uchisida maktab formasi, pat-pat atrofiga qarab qo'ydi. Qo'limni ko'tarib uningga "Gulboston, to'xtab tur" demoqchi bo'ldim. Ammo qo'limning harakatidan cho'chib uyg'onib ketdim. Qo'lim bo'shliqda esilib turadi. Ich og'ritish va qiyolmaslikdan ko'nglim shunchalik yerim ediki, uyg'onib buning tushum ekanligidan xushal bo'lib ketdim. Ko'zimni yumib ochqicha o'tgan kunlarning yiroq manzillariga qaytib, muncha kuchli his tuyg'uga asir bo'lib ketganimga hayron qoldim. Lala deqicha gul uruqlarini terib otadi. Mas'udmu shu paytda o'tiradi. Gullar orasida sapsariq bir qapoq hara g'o'ngildab uchib yuradi. Bir necha kepinak qanotlarini juplab, gul ustida
tush ko'ryotdi. Xiyol amdi tushimda ko'rgan qizga ketdi. Qizning ismi Gulboston edi. Uyga onning qo'lida cho'ng bo'lgan bir qiz sinfimga yangi kirgan vaqtlarda bak jimg'ur, yuraksiz edi. Mas'ud mening sinfimga dars o'tishga boshlagandan keyin uning matematikada alohida o'tkirligini maqtab kirdi. Ikkimiz mushu qizga yordam qilaylik deyishdik. Men uningdan ko'proq dars so'rab, loyiqada maqtab ilhomlantirib turdim. Ba'zida uyga boshlab kelsam, uyga kiribla. "Muallim, men qilg'udak qanday ishingiz bor? Qilishib beray", deydi. Ish qilmang desam, zodi unamaydi. Ikkimiz tamoq atkash paranglashdik. U uyga onasining dadasi va ukalarining gapini qilib beradi. Uyga onasining gapini qilganda uning ko'zlarida qo'rqish ham o'chmanlik aralashgan murakkab tuyg'u aks etadi. Ammo zodi tilmaydi. Oila suhbatiga borgan chog'imda men uyga hapsiga uning darsiga alohligini tunishtirib, uningga ko'proq ko'ngil bo'lishni, topshiriq ishlatishga sharoit yaratib berishni aytdim. "Qizingiz sizni bek maqtaydi. U sizni o'z onasidek yaxshi ko'rdi ekan", desam, so'g'uq chiroyda bir dil kulgi paydo bo'lib, o'zining uni naqadar e'tiborlab cho'ng qilganligini og'ziga tegmay so'zlab ketgan edi. Gulboston tuluqsizda va to'liq 2-yillikgacha sinf bo'yicha oldin qator turib o'qidi. Uningdan umidim zo'r edi. Ammo 2-yillikning oxiridan boshlab bir dil o'zgarishga boshladi. U ba'zi kunlari qo'yiq kirim qilib, moda qizlardek yasnib kelsa, ba'zida necha haftalab uchsidan maktab formasini tushirmay, sochlarini tarimay yuradi. Dars vaqtida xarmush holatda o'ltirib, qo'ng'iroq chalishi bilan sinfdan oldirab chiqib ketadi. Savoqdoshlarining hammasi bilan degudak bir qitimdan jidallashib chiqqashqa hech kimga gap qilmaydi. Odamlar bo'libmi, bolalarda do'rash xohishi ig'ir bo'ladi. Obro'li bolalardan birarsi yoki o'qituvchi bir kimni kamsitsa, bolalarning hammasi degudak uni kamsitib arg'a olmaydi. Men uni muhabbatga berilib ketdi deb faraz qildim. Uning bilan paranglashmoqchi, oilasidagilar bilan paranglashib boqmoqchi bo'ldim. Ammo nemishqidir vaqt chiqara olmadim. Bir qatim dars vaqtida uningdan savol so'rsam, savolimga javob bermay, ko'zini parqirtib turib oldi. Ikkimiz haligacha bir-birimizga qarashib, hurpib turishdik. Sinfdagi qolgan bolalarmi jim bo'lishib ketdi. Men oxiri uni ayblashga boshladim. Uni saq 20 soat aybladim. Yurish turishi, girim qilishi, o'rganishni, darsni yoddan chiqarayotganligi baldirib muhabbatlashning ziyni. Men ilgari hech qachon bir o'quvchiga bundoq muomala qilib boqmagan edim. Bu qilig'imning joyida bo'lmaganligini sezib turardim. Bir necha kungacha o'zim parishon bo'lib yurdim. Parsimdagidek ayblashlarimning hech qanday foydasi bo'lmadi. Gulboston texim sirliqlashib, bizdan texim yiroqlashib ketdi. U oxiri hech kim kutilmagan bir ishni qildi. Daryoga o'zini tashlab o'lib oldi. Bu ish o'qituvchilik hayotimdagi yuyulmas bir dog', unutilg'isiz bir fojia bo'lib qoldi. Men bir o'qituvchi bo'lganim bilan o'quvchimning qalbini tushuna olmadim. U meni ko'p qitim izlab keldi. Ammo umidsizlanib qaytib ketdi. U o'limi bilan menga ichinishli bir savolni tashlab ketdi. Agar men uni tushunishga, uning ishonchisini qo'lga keltirishga tirishgan bo'lsam, oqibat qanday bo'lar edi? Ko'p o'tmay, gullikdan havrlarini yetilashgan qo'shnilarmi paydo bo'lishdi. Ular yaslidan ilib chiqqan havrlarim birdam o'ynab olishga qo'yib berib, o'zaro parangga tushib ketishdi. Gullikda o'ynab yurgan bolalar to'xtamay chuvuldishib, parang silishyapti. Ammo ularning hech qaysisi ona tilini bilmaydi. Qaramoqqa ular nihoyatda baxtli ko'rinadi. Ota-ona bu mo'minlarning chiroyidan mamnunlik chiqib turadi. U bolalar kashkicha xayolimdan chiqmadi. Biz cho'nglarga hamon o'lib ketamiz. Bizning ota-bobolardan qolgan madaniyatimiz, til, yoziqimiz, tariximiz mana shularga qoladi. Ichimda bir buruqturmulik saqlanib qoldi. Mas'ud ko'zoynakni taqib o'tirib, yaqindan buyon kunda kechda ko'rayotgan ko'p qismli televiziya filmini ko'ryotdi. Lala Aslin bilan bir pas o'ynab yerib qoldi bo'lg'ay, baldirli uxlab qoldi. Menmu sirqirab og'riyotgan putimni so'rab, karvatimga chiqib oldim. Darisdan salqin shamol kirib turadi.
yumshoq o'rinda put qo'limni so'zib yetib kunduz kunlikni ko'rgan bolalarni, Lalani, boshqa navrilarimni o'yladim. Xiyolim navrilarimdan bolalarimning kichik vaqtlariga ketdi. Bolalarimning yasida tarbiya oladigan yillari G'uljuning ashu chat yesida o'tgan edi. Yezning pakar uylari, davomli qilin qarg'a ko'milib turadigan idis dalillari, yiroqlarga so'zilgan idirliqlari helim ko'z oldimda. 19-bob. Bir haftalik mushaqqatli safardan keyin Urumchiga yetib keldik. Bu mening kendi qinim to'kilgan shahar. Dadam mushu yerda madikorchilik qilib, yo'l ham pul topgan. Durbun bilan shaharni qo'ymay aqtirib, opamni topgan. Ikki ocham bilan men mushu yerda tug'ilgan. Bu yerda g'amsiz o'quvchilik davrim, tunji muhabbatim, nurg'un kulga va ko'z yeshim qolgan. U menga yanala hammadan illiq, mehrli ko'rindi. Urumchida Navra Adamning uyida 3 kun turib, Abdulmir ayliq partkomning arsiyat ishxonasiga arsimni tashlab, bolalarimni elib ota-onamning oldiga keldim. Yashangan ota-onam bilan aralli kun elayotgan tuqqanlarimning biz 4 jonni beqib ketgudak holi yo'q ekan. Ayni yillarda o'z puliga bino soldirib, o'qituvchi yollab maktab ochgan, kolxoz qurib ham kambag'allarni boqmoqchi bo'lgan Azimat dadam hasiga tayinib aralli maqbudak holga tushib qolgan edi. Apamning holimi uningdan qilishmaydi. Ayni yillardagi bu dangdar jamiyatning nom sharafi o'chib, uning a'zolari bugungi kunda turli baxtsizlik, umidsizlikni boshdan kechirmaydi edi. Men 3 bolam bilan bu yerda turib, bu baxtsizliklarga yangi mazmun qo'shishni xohlamaydim. Bu yerdimi uzoq turmay G'uljuga qarab yo'lga chiqdim. Angacha qishma kirib keldi. G'uljuga tushgan kunimiz lapildab qarayotdi. Cho'ngi 6 yosh, kichigi 1 yoshlik 3 bolamning birini ko'tarib, ikkisini yetilab qarong'i tushib ketayotgan qarliq ko'chada tamtarab yurganim esimga kelsa, hozir ko'zimga yosh keladi. Ta'limimizga shu bu chaqlarda odamlar hozirgidan ko'p insofli ekan. 30 yoshli bir odam bizni shahar markazidagi pokiz bir mehmonxonaga boshlab olib qo'ygan edi. Ats atiganda yana bir kutkuchi ayol bizni biz bormoqchi bo'lgan yezning traktoriga o'rinlashtirib qo'ydi. Traktorda kishilar bolalarimni to'ngib ketmasin deb quchoqlarga elib o'ldirishgan edi. Qiynatam va uning oilasidagi 8 jon odam 2 egizli kichik uyda qistilishib yashaydi ekan. Biz to'timiz qiynana 2 qizi bilan turadigan uyga sig'ilib kirdik. Qistangchilikdan ketsi uyan-buyan o'rlanmaydik. O'rilmoqchi bo'lib medirilsaqla o'rnimiz yo'q bo'lib ketadi. Hatto o'ltirgudakmi yer yo'q edi. Yaxshi yeri, bolalarim texi kichik bo'lg'achqa birining putiga biri beshini qo'yib uxlayveradi. Ular bu qistangchilikqa ko'nib ketgan edi. Hammadan yomoni Supun Nurmulaq ham qis bo'lganlikdan kiyim-kechak yotgan ko'rpalarimizni xohlagan chaqda yuyolmaydik. Yuyinish texim mumkin emas edi. Vaqt-vaqtida yuyinib, kiyimlarimizni yangushlab turolmaganlikdan hammamizni pit besib ketgan edi. Atdan kechgacha kart qilib tatalaverib, badanlarimiz yara bo'lib ketgan edi. Qiynatamning pensiya puli oz, uyda ayollar ko'p bo'lganlikdan bularning iqtisodiy ahvoli to'lim nachar ekan. Bu yerda ayollar amgak kuchi hisoblanmaydi ekan. Shunga hammamiz uyda o'tirardik. Uy ishi qiyin singlimlarimdan oshmaydi. Men qilgudek ish bo'lmaganlikdan bolalarim bilan yuk bo'lib qolganimdan bakmi xijil bo'latdim. Bu yerda qish kunlari qor bak ko'p yog'adigan bo'lib, dehqonlar qor suyini eritib ishlatadi ekan. Men pokiz dasalmagan qordan akilish uchun yiroq yerlarga boratdim. Qorliq tog'da ketib o'tib, yiroqlar qarab, varqirab, yig'lab ichimni bo'shatib olatdim. Men bir o'qituvchi edim-ku. Ni arzu armanim bor edi-ku. Oxir berib mushu chat yezida isidek so'roqsiz holda buruqtirma bo'lib yashash peshonamga pusilgan bo'lg'aymedi. Qachon mushundaq yasharman deb ma'nisiz o'tib ketayotgan kunlarimga ichinib
hasrat chekatdim. Oxiri chiqmas xiyollar, jaboliq turmush meni qiynab, bir tera, bir so'ngak qilib qo'ygan edi. Atiyaz kunlarning birida Mas'udning shaharda ishlaydigan singlisi erini boshlab ota-onasini yo'qlab keldi. U mening o'rg'lab qarada to'niqsiz bo'lib qolganimni ko'rib, mening oldimdala. Dada, opa, hari odamga yaxshiroq qarab qo'yinglar. U mundaq yashaydigan ayol emas edi. Uning xizmat masalasi hamon hal bo'ladi. Bundaq tashlanib qolmaydi, dedi. Uning bu so'zi umidsizlikda turgan menga g'oyat ilhom va tasalli bo'ldi. Shaharda yashaydigan bu ayolning va bolalarning pokiz ratli kiyinishi va yurish-turishiga havas qilib, men bir chog'larda mushlarda yashagan hozir bo'lsin bolalarimni elib shaharga kirib biror eg'iz uy ijara elib o'tirsam, ishtib ishlasam qanday bo'lar deb o'ylab qoldim. Ammo bu arzuyimning amalga oshishiga ko'zim yetmaydi. Chunki shaharda mening tonish bilishlarim yo'q deyarlik edi. İlgirki saboqdosh do'stlarim bo'lsa-mu, ularning hozir qayerligini bilmaydim. Bir qatim Mas'udga telegram yozilish uchun shaharga kirdim. Shahar ko'chasida ketib olsam, oldimga o'quvchilik vaqtlarimdagi do'stlarim Marsiya bilan Habiba uchrab qoldi. Ularni ko'rib, ko'zlarimga ishonolmadim. Shumi, emasmi deb yenishlab qaradim. Ular ko'p o'zgarmagan, pozir yasnab olgan edi. Turqudan baxtlik, g'amsiz yashayotganligi chiqib turardi. Ular meni tanimay oldindan o'tib ketdi. Qandaqmi tanısin? Shu chaqda ichimda bir ovoz, "Mana bu fursatni ching tut" deb aytgandek bo'ldi-da, orqamga yenib, ularning oldiga berib salomlashdim va o'zimni tanishtirdim. Bu ikki cho'kan ko'zlariga ishonmay, "Voy, sen rostla hadiyami? Nim bo'lib buncha o'zgarib ketdi? Hozir nima turyapsan?" deb savollarni yog'diribdi. O'zimning ahvolini qisqacha aytib berganimdan keyin ular menga yesdoshlik qilib tasalli berishdi. Marsiya unim-g'inimga qaramay uyiga boshladi. Men uning uyiga kirib bir piyola choy ichmay. "Marsiya, ruxsat qilsang, uyingda bir yuyinib olsam" dedim. U shu hamon menga yo'g'on ikkichalak issiq suv, das, lo'nga, supullarni tayyorlab berdi. O'zirimni yuyinib etib, qallamda nurg'un o'y xayol paydo bo'ldi. Ishonchim paydo bo'ldi. Chunki men bu yerda do'stlarimni topgan edim. Bir haftadan keyin Marsiya bilan yo'ldoshi bir kal harvasida meni shaharga ko'chirib kirdi. Ular bir egizlik uyni ijaraga elib tayyorlab qo'ygan ekan. Men uyni taslab, supuga zegir baxli yeyib, ustiga yo'g'on kiyizimni soldim. Birdan bir yog'och sanduqimni to'rga qo'yib, ustiga yotgan ko'rpalarimni tizdim. Anqich Marsiya bilan Habiba qozon, ambal, qing'roq, daschilik, cho'gin degandek narsalarni ko'tarib kirishdi. To'yimizda olgan anargul nusquluq gilamni atorlab saqlab kelyotdim. Amal yo'qidan uni setib, un, may va boshqa kamkusularni to'liqladim. Ammo pulimning oz qilishiga ayishib, bu notanish shaharda bolalarim bilan qandoq yashashg'imi meni tamtirtishga boshladi. Hamma narsa normaluq, ta'minlangan u zamonlarda bizdek qara nupuslarning jon boqmaqi bakmi mushkul edi. Uning ustiga shaxslarning ushaq savdosi bilan shug'ullanishi qattiq cheklangan bo'lg'achqa, qorong'u bozordan setib olay desangmi topqili bo'lmaydi. Tepilsimu bahsi odamni cho'chitgida qimmat edi. Do'stlarimning maslahati bilan shaharlik partikumning bir rahbarini istab bordim. O'z ahvolimni aytib, bizni yezi nopusiq bo'lsa-mu kirgizib qo'yishni iltimos qildim. U kishi birdan o'ylanib, "Sizlar amga kuchi hisoblanmaysizlar. Shunga yezi nopusiga kirgizish bektas. Ang yaxsizlarga vaqtliq ta'minot kinishkisi hal qilib beraylik. Vaqti to'ssa yana ulab bejirib beramiz. Mushunda qilsak bir mezgil qiyinchiliklar hal bo'ladi. Keyin kishilarni keyin ko'rmaymizmi?" dedi. U kishidan bak minnatdor bo'ldim. Ammo minnatdorligimni qanday izhor qilishni bilmaydim. Ta'limga vaqtliq ta'minotimiz hal bo'lib, uzoq o'tmayla
o'rmonchilik tajriba punktida qalamchi yetishtiradigan bir ish chiqdi. U yerda bir necha oy ishlab, ozroq ish haqiga erishdim. Bu pul garchi bak oz bo'lsa-mu, ma 10 yildek uzoq bilingan 2 yildan buyon topgan tunji qadimliq ish haqqim edi. Bu ozgina pul menga umidsizlanmay, voysamay, tirishib, sabab qilgandila nadilla bo'lmasin hayotlik yo'lini topqili bo'lganligini tunutgan edi. Ko'chatxonning ishi og'irlashib bekor qilib edim. Yaqin atrofdagi bir doktorxonaning ambulatoriya va kasalliklarni oqartadigan ish borligini anglab qoldim. Do'stlarim meni doktorxonadagilarga tanishtirdi. Shuning bilan uy oqartishga tushdim. Kasalxona uylarini kuniga 7-8 ig'izdan sifatlik oqartib, nayda tezla bir yerga apardim. Kutmaganda doktorxonadagi oila tavobatlar ishni sirtdan kelganlarga bergucha bizga bersanglar bo'lmamdi deb talishib, ambulatoriya binosining uylarini o'zlari oqartmoqchi bo'ldi. Ammo birinchi kunlar birisining ko'ziga haq kirib ketsa, yana birisining beli og'rib ketib, bu ishmi menga qoldi. Ambulatoriya uylari zallarini shundoq sifatlik oqartib chiqdim. Ish beshimdagilar mening ishni ko'ngil qo'yib, astoydil qilganligimni ko'rib, meni og'rib qolgan tozliqchining o'rnida vaqtli ishlab turishga qabul qildi. Bu halol amkakimning boshqalar tarafidan e'tirof qilinishi edi. Shu chaqda shahar olgandek xushal bo'lib ketgan edim. Kasalxona uylari ko'nroq, taxtayliq uylar bo'lib, xilidan buyon taslanmaganlikdan to'kilgan osh tamoqlarning suyi to'p-to'zon bilan qo'shilib, taxtayni farq etkisiz holga tushirib qo'ygan edi. Koridorda vaqtida to'kilmagan axlatlar yig'ilib turardi. Men yotoqlarni siyirib supurib, axlatlarni to'kib bo'lgandan keyin eriqdan suv to'shib, taxtaylarni yuyib, qarib parqatib etdim. Eshik tarislarni, karvatlarni surtdim. Yuqqan ko'rpalarni ratladim. Bir necha kunlik tirishchanligim orqali kasalxona haqiqiy kasalxonaga o'xshadi. Bir kuni tug'ut bo'limining doktorlari tug'utxonani tashlab berishimni aytdi. Bu garchi mening ishim bo'lmasa-mu, ishdan bosh tortmadim. Tug'utxona desa, hech bo'lmasa yo'q, pokiz bir uy deb o'ylaydim. Ammo bu tug'utxonaga kirib, sesiqchilikdan burnimni tutib olishga aralab ulgurdim. Taxtay, tug'ut jihozlari, chilak, javurlardagi qon dog'lari, bulungdagi dasta chelishib turgan buvoqning jasadi. Ko'rganlarim menga qushxonni eslatdi. Qo'rqinimdan yuragim og'zimga gaplashib qolgandek bo'ldi. Balalarim uchun, tirikchilik uchun hammaga chidashim kerak deb tishimni tishlagan bo'lsam, beshimni burabli chiqib ketgan bo'lardim. Men chiqib ketmadim. Dastdagi maynanchiliklarni to'kib, yerni dezinfeksiya suyuqligi va sopun bilan yuyib tasıldım. Tug'ut jihozsi, ustal o'rindiq, eshik tarislarini surtib, dezinfeksiyaladim. Buni ko'rib, tashqi kasal doktorlari operatsiyaxonaning ochqichini menga topshirdi. Shuningdan keyin operatsiyaxonani men taslaydigan bo'ldim. Ba'zi doktorlar qilgan ishimga qoyil bo'lib, mendan "Siz asli mundaq ishlarni qiladigan odamlarda qilmaysiz. Ilgari nima ish qilardingiz? Qayerda edingiz?" deb so'rashadi. Qayerda edim? Nima ish qilardim? deb o'z-o'zimga savol qo'yib, o'pkam o'rilib ketadi. Lekin chantirmay kulib qo'yatdim. Chunki ularning jin shaytonligimni bilib qilib, meni xizmatdan qo'yishdan qo'rqatdim. Tozliqchi ayol ishga keldi. Men doktorxona oshxonasida yordamchi oshpaz bo'lib ishladim. Tamoq pishqanda kasallarning kelishini saqlab o'tirmay, tamoqni kasalxonaga olib sotdim. Vaqtisi yo'q, ig'ir kasallarga tamoqni o'zim olib berdim. Oshxonada ish tugasa, tozliq ishlariga qarashdim. 20-bob. Bir gün ambulatoriya zalini surtib atatdim. Surkish cho'ng, ig'ir bo'lganlikdan belimni rostlayolmay engishib qolgan edim. Koridor turgan kishilar surtkishning oldidan neri ketadi. O'rindiqda o'ldirganlarmi putlarini egiz ko'tarib menga qulaylik yaratib beradi. Ammo ko'z oldimda turgan ko'nroq
xurum oyoq kiygan bir jup put zotli medirlamadi. Sürküş bilen xeyli qıstab baqqan bolsammı mit qilmaydi. Açqımda beshimni ko'tarib uning chiroyiga alayib qaradim. Qardim-yu, og'zim gap kelmay dam ketib qoldim. Oldimda boshqa birsi emas. Asim manga qarab kulib o'tiradi. Og'zim tasdi gapga keldi. "Voy Asim, bu sizmi? Nereden paydo bo'ldingiz?" deb uning qo'liga eslib oldim. Uning kiyim-kechaklari ilgarigidek esil, ratlik bo'lmasimi, ro'yi kayfiyati burunqidekla tamkin, gap so'zlari burunqidekla yumorga boy edi. U o'zini jamiyat universitetining layoqatsiz o'quvchisi deb tunishtirganda dastlabda gapining ma'nosini toza anqira olmay kulgan bo'lsam, keyin o'zimning 2 yil ilgari xizmatini ayrilib tuvanga tushirilganligidan aytib berganda og'zimni ichibla qoldim. So'zlab berishcha 2 yildan buyon tuqqanlarga ig'irchilik solmaslik uchun u menga o'xshash nima ish tepilsa shu ishni qilibdi. Qurilishdim ishlabdi, kantin ko'mir akilib setibdi, qarong'u bozor savdosiga aralashib beqibdi. Hozir qushxonadan qala baqalchak akilib pishirib sotadi ekan. Qala baqalchakni akilib uyda o'klab, adalab pokiz yog'andan keyin kechacha pishiradi ekan. Saharda bozor boshqurishdikilar ishga tushib bo'lguncha setib bo'ladi ekan. Sal avorchilik bo'lgan bilan kirimi yomon emas ekan. Ham foydasini naq ko'rgil bo'ladi ekan. Yaqinda u tanishlardan mening mush yer ekanligimni anglab, bu yerni surishtirib izlab kelgan ekan. Asim hayotimning yana bir qiyin paytida meni yo'qlab kelib, meni savoqlashlik, do'stlik mehriga cho'mdirdi. Ikkimiz ayni yili janubda uchrashgan vaqtlarni, Mas'udning qora tug'ish sho'rpisining naqadar masala ekanligini aslashib bir pas kulishdik. Men uningga o'zimning, Mas'udning, bolarimning ahvolini so'zlab berdim. U ayoli bolarining gapini qilib berdi. Ayolning xizmatini yelim Urumchida ekan. 2 bolasimi ayolning yindi ekan. Ayol hozir kasallikdan elishi bilan mushu yerda turib yetibdi. Bir necha kundan keyin ayol ikkisi uyimizga partiyaga keldi. Biz ularni yo'qlab bordik. Marsiya, Habiba, Asimlar bilan davomli berish kelish qilishib yurib, do'stlarim ko'paydi. Ular menga qo'lidan kelishicha yordam qilib turadi. Men ularning yordamiga qo'limdan kelishicha javob qaytarish qidirishatdim. Yaqinqi bir necha yillik turmushim menga reallikning naqadar rahimsiz ekanligini, hayotda sinoqdan o'tgan samimiy do'stlarsiz, yana boshqa ko'plagan oq ko'ngil kishining yordamisiz yashashning naqadar qiyinligini his qildirgan edi. Men shu yillarda menga yordam qilgan do'stlarimni, tunish, notunish, nurg'un kishini yelim chunqur minnatdorlik bilan eslab turaman. Do'stlarim va ahvolimdan xabardor kishilar, hadiya biz senga qoyil, sen ching turib yashading. 3 bolangni yaxshi beqib, bir uyni cho'rgilatding. Xizmatsiz, yar ko'laksiz bir ayolning notunish shaharda bundoq yashashi osonga tushmaydi. Sen haqiqatan qaltis ayolchimu deyishdi. Nadimi qaltis bo'lay? Amniyatim ham bir oddiy ayol. Mening qayg'urgan, unsizlangan, nim qilishimni bilolmay g'angrab qolgan vaqtlarim ko'p bo'lgan. Men u yillardagi amdala 31-32 yoshlarga kirgan yosh ayol edim. Meni yaxshi ko'radigan, hayotning ayni to'qay davollarida kuchli qo'llari bilan yo'laydigan, qayg'urganimda bag'riga besib tasalli beradigan, erimning yonimda bo'lishini orzu qilardim. Ammo u kunlarning qachon keladiganligini bilmaydim. Yolg'iz ishga ketayotgan yoki qaytayotgan chaqlarimda, uyqusiz kechalarda Mas'udni shunchalik siyqnatdim. Bolalarim, "Appa, dadam nima ishga kelmaydi?" deb so'ragan chaqlarda yig'lab atkili tasla qilatdim. Janubdagi suv ombiri qurilishida tepib olgan bel og'riqi umurtqa yalug'ini meni doim qiynab turadi. Kichik bolamni tuqqanda qolgan bir asorat tufayli ig'ir ish qilgan chaqlarimda xunsirab, ajizlab ketatdim. Lekin har qatim bilimni ololmay yetib qolgan chaqlarimda bolalarimni o'ylab, bilimni lati bilan ching tangib, o'rnimdan qo'yib ketatdim. Chunki ular menga qarashliq,
Faqat bo'lolmaganda dori yeb, ukol soltirib turib ishlaydim. Ishqa berib kelguncha yenimdan ayrilmaydigan bir xaltam bor edi. Uningga yo'ldan eriq bo'yi etis qarlardan o'tin yog'och terib, uyga borguncha xaltini to'shqizatdim. Kishilar ishlatmaydigan uvoq ko'mir ham chala ko'ygan ko'mir uvoqlarini so'rab elib, ostola seg'iz bilan aralashtirib, jinibda o'ynab olganim bo'yicha pomsa ko'mir yasaydim. Oshxonamga yo'ldan targan o'tinlarim bilan yasagan pomsaklarimni qator ratli tizvatganimga qarab, qo'shnilarim hayron qoladi. Ba'zi pomsaklarimni opirib ishiltib boqadi. Uning gurildab ko'yganini ko'rib qoyil bo'lishadi. Lekin cho'ng ko'mirlarni ishlatib odatlangan bu odamlar mendek loy etib pomsak yasab yurishni avarchilik deb qaraydi. Men bo'lsam boshqalar ishlatmaydigan narsalarni ishlatib pul tejaydim. Bu yillarda Masudmu yolg'iz yashab ko'p jabo chekdi. U maoshni tejab ishlatib ota-onasiga yordam qilgandan boshqa bizga oyma-oy pul avatib turadi. Bu ko'p bo'lmasimi biz uchun nihoyat zo'r madad edi. Ajrimga yarasha turmushimizmi xeyli yaxshilanib qoldi. Qiynalalarim uyimga kelsa pulu yoki go'shtdan etib, qaymoqliq choy berib, oxirida uyga etib chiroyli ustalaydigan bo'ldim. Qiynanam: "Hadiyaning qahrimi, zahrimi bor. 3 bolasini chiroyli boqdi. Qani, qaysi ayol shunda qila oladi? Men uningdan u dunyo, bu dunyolik rozi" deb meni boshqalarga maqtab beradi. Men ishlagan yerlardagi kishilar mening jaboliq ishlashlarimga qarab har xil paras qilishgan ekan. Yosh ayol ekan, qachon qarsa beshini ko'tarmay ishlab turdi ekan. Chiroyliroq yosinib yurishnimi bilmaydi ekan. Qaraganda er yo'q bo'lsa kerak. Bir dardi bor ayolda qiladi. U o'zi xeyli qamlashgan ekan bo'lmasa. Bir chekib boqamdi, ichib yurgan bo'lsa. Darvaqa oldimni to'sib gap qilganlar, yaqinchilik qilishga urinib boqqanlar, keynimga kirib olganlar xeyli chiqdi. Oshxonada ishlab olgan vaqtimda doktorxonaning oshpizi tamakisini kuchab tortib, ko'zimning ishiga basta qarab turib oladi. Oxiri chidamay haqlarning gapini qilgan bo'lib, dartmalab shundoq adabini berdimki, keyin menga qarashqim bitnolmay yurdi. Bir ikkisining dakkisini ana shundoq berganimdan keyin qolganlari mendan tab tortadigan, hatto hurmat qiladigan bo'lib qolishgan edi. Kerem 5 13-bob. 17 yosh vaqtlarimda o'zimni ko'kda parvoz qilayotgan dengiz lochini hisoblab, yo'limda duch kelishim mumkin bo'lgan dahshatli bo'ron chaqqularni, hech qanday bir jonliq, hatto uchar qanotlarmi o'tolmaydigan tilsim tog'larni ko'z oldimga keltirib yurgan chaqlarimda yaratquchi og'zidan sut burab turadigan mendek bir hamdam xiyoldan ta'sirlandimi yoki qanaqlarsankin deb meni sinab boqmoqchi bo'ldimi? Tiligimni bajo keltirib meni qanot quyruqi bo'g'ishlangan mahbus holga keltirdi. Menga bu dunyoning zulm, adolatsizlik, azob-uqubat beqovulligini to'liq ko'rsatdi. Albatta men yolg'iz emas edim. Fani olamning do'zaxi deb ataladigan turmalarda men o'zimga o'xshash nurg'un kishi bilan birga bo'ldim. Ilgari mahbus desa rahimsiz, zo'ravon, qonxo'rlar, razil, makkor odamiy hayvonlarla ko'z oldimga keladi. Biroq men u yerlarda chaylangan, burmulangan odamlikni emas, eng tabiiy insoniy faslat bilan his tuyg'ularni, omadsizlik, taqdirga tan berishla emas, qorong'ulik ichida chiroqdek yenib turgan yuraklarni ko'rdim. Men u yerlarda turli-tuman odam bilan uchrashib, kishilik hayotning ochiq qismatlarini va kishilarga ayon bo'lmagan bo'lim pushqoqlarini tushunib yetdim. Men uchratgan yaxshi-yomon odamlarning hammasi men uchun o'qituvchi bo'ldi. Normal ahvolda men ularning umr hayot o'ginib bo'lolmagan bo'lardim. Turmush sirtida 100 yosh umr ko'rsam, hayotni, jamiyatni bir qadar atrofli tushunib,
yetolmagan bo'latdim. Ammo ajablanganim oshu kechirmishlarning ruhimni beyitqandan boshqa tabiatimni hech qanday o'zgartirmagani. Men hozirmi oshu chaqlarimdagidekla qaram, hamdam xiyol, jahonga boqmaydigan tayyor, huzur, halovatdan bahramon bo'lishni bilmay, o'zimga g'am deb yuradigan bir ahmoq. Ammo bu aql topmadim, hech narsa o'rganmadim degandek emas. Yuqorida aytgandek, u yerda o'rganganlarim haqiqatan haddi hisobsiz. Tarım emgek bilan o'zgartish maydonida siyosiy jinoyatchilar va odatdagi jinoyatchilardan tuzilgan bo'z yer o'zlashtirish ataratlari, beliqchi, chorvachilar ataratlari bor edi. Men dastlabda bo'z yer o'zlashtirish atratiga bo'lindim. Hamrohlarim, boshliqlarim, yatoqdoshlarimning ko'pi ziyonlar bo'lib, ularning ba'zilari hatto noyati donliq kishilar edi. Ular bilan tanishdim, tasalli, ilhomlarga, ta'limlarga erishdim. Ular bilan ak indak yaqin o'tdim. Bo'libmi Urumchidagi turmada bir necha yil birga bo'lgan bir ustozimni bu yerda uchirtib qolganimda, xuddi yaqin qarindishimni uchratgandek xo'shal bo'lib ketdim. U mening ma'naviy to'rikim, umutsizlik ichidagi yetakchim edi. Ayni yillarda men uningdan madad ilib, qaysarlik bilan yashashni, umidvorlikni o'rgangan. U o'ttiri bo'y, tambal, ikki mangsi qizil kelgan odam edi. Har bir ig'iz so'zidan bir farosat, bir hikmat to'kilardi. U hech kimdan yordami, maslahatini aymaydi. Ayni chog'da men uning kimligini so'rsam, ko'ni mahbuslar menga men burundilla nomini biladigan, bir ko'rishni orzu qiladigan bir kishining ismini aytishdi. Shu chog'da men yaratquchining tilakimni o'sha yerda oshundoq shaklda amalga oshirganligidan hayron has bo'lgan edim. U kishi mening she'r yozganligimni anglab, menga qiziqib qoldi. Beshimdan o'tgan ishlarni astoydil anglab bo'lib, bu yo'lning o'zimi besib o'tgan yo'l ekanligini, biz buningchilik bilan hech qanday ishni o'zgartirmasakmi, oshundoq ahmoqona ishlarni qilish va uning jazosini tortishning ba'zi odamlarning peshonasiga putilganligini, bu xuddi Grek afsonalaridagi insonlarga o't o'g'irlab bergan Prometning qiya tashqa bog'langanligini, bir osh burkutning har kuni uning yurkini cho'qilab o'ziqlanganini dak ish ekanligini, lekin bu insonning ulug'ligi va faslatining shundoqlab bu ulug'liq va faslatga yetishning mushkulligining isbot ekanligini aytgan. Uning bu so'zi meni cho'nqur o'ylarga cho'mdirib, qalbimga unutulg'usiz bo'lib o'rnashib qolgan. To'yimizni qayta ko'rganda u intayin xo'shal bo'ldi. U bizni mening o'qularim deydi. Biz uni Arbaka deydik. U biz bilan yon ishlaydi. Ochliq, horg'inlik chekiga yetib, olamimizdan ketayotganimizda uning "Bardoshlik beringlar o'qularim, qaysar bo'linglar, g'ayrat, g'ayrat" degan ovozini anglaydi. Uning ovozida qandoq sehri kuch bor ekan. Kishining quloq tubidan ketmaydigan oshu ovoz o'mlayotgan, yetib qolgan, o'ldirib qolgan odamlarni tik turg'izib Odamlar uning vujudidan, so'zlaridan umutsizlik, jafo mushaqqat ichida qaysarlik, umidvorlik bilan yashashning ulgusini ko'radi. U mushu fanida uzoqda umr vayat yashash peshonasiga butilgan odam edi. U rohat farog'at ichida tinch turmush kechirishdan voz kechib, mushu xil hayotni tanlagan odam edi. U bu yerdagi hammaga ko'nik edi. Hech qachon vaysamaydi. To'xtamay fikr, mulohiza qiladi. Bu yerdagi har bir ishdan cho'nqur falsafaviy yakun chiqaradi. Kishilar uning so'zlarini birda tushunib, birda tushunmaydi. U ba'zida o'z bilan o'zi gaplashadi. Ba'zilar uni sarang deydi. Ba'zilar Uyg'urning ichidagi eng aqlli, eng vijdonli odam deydi. U hammadan so'q edishni biladi. Har kuni ko'z oldimizda qo'yilib turadigan tragediya va komediyalardan
ko'z yosh kulgilardan, qushlardan, ziroatlardan, mo'ldirdan, yova gullardan, hammadan aql, manfaat zo'q oladi. Hatto hasrat ichidami xo'shallikqa erishalaydi. U yetishgan shoir edi. Shundaqla men umrimda uchratgan eng xolis, mas'uliyatchan ustoz, ijtimoiy tabiiylar, iqtisod, siyosat, ilohiyat va qonun, xalqaro munosabat qatorliq sohalarning qaysidan so'z ichilsa, teran atrofli bilimni namoyon qiladigan yetishgan ilm egisi edi. Uningda bir yetakchi, yo'lboshchiga xos sehri kuch, kang nazar va donolik bor edi. Uning kundalik gezitini o'qib tahlil qilishini dars anglagandek qiziqib anglaydik. Adabiy asarlar to'g'risidagi tahlillari biz ko'ngan tahlil usuliga o'xshamasimi, uningga qoyil bo'lmay turolmaydik. Arbaka bilan tanishdim. Do'stligim meni she'rga bo'lgan tonish va she'riy mahoratda yanama yetildirgan edi. U she'rni ancha-muncha yezib qo'yadi. Ba'zi talab qilib turib ishim bilan ilgirki she'rlarini ko'rsatdi. Uning she'rlari suvdek ravon, qarmoqqa oddiy, ammo ma'nosi chuqur edi. Tuzlik, soddalik orasiga keng va chuqur ma'no. Suning tagidagi qimmatbaho toshlardek yelinjab turadigan go'zallik va rangdorlik yushirgan bo'ladi. Uning vasniga yetgan odam o'qigan sari zo'qlanib, ixtiyorsiz afrin etmay turolmaydi. U she'rning sirliqligiga tan beradi. Zo'riqib yezishni yoqtirmaydi. Ilhom bir xil iloh qudrat deydi. Shakl bilan ma'no birlashgan eng mukammal she'r ko'pincha tasodifiy ilhomning qudrati bilan ko'zni yumib ochqichi putib chiqadi. Ba'zida usta zargarninkidek inchga tartiblik zil mehnat orqali vujudga chiqadi. Har ikkilisining zo'qi boshqa deydi. Odam turmushda qanoatchan bo'lishi kerak. Ammo ilmdagi qanoatchanlik ajablik ojizlikdir. Bu uning og'zidan tushirmaydigan so'z edi. Uning ayni chaqda etisi ishlab etib, g'izo yavatib, yo'lda ketib etib qilgan so'zlarni hozir aslasam, to'pi orasiga tashlanib qolgan bebaho o'nchi marvoyatlarni yig'ib olgandek shodlanib ketaman. Yoshligim, tantakligim tufayli uning ba'zi ta'limlarining ma'nosiga haqiqiy yetolmaganligimdan o'kinaman. Ayni chaqda u mening barmoq vaznida yozilgan she'rlarimni ko'rib, meni orzu vaznini yozishga da'vat qildi va menga orzu vaznini o'g'itish uchun maxsus bir qo'llanma darsi tuzib chiqdi. Men uning qo'lma-qo'l o'g'itishi bilan bu xil she'r shaklini tez egallab oldim. Bu darslik mendan boshqa ko'plagan she'r havaskori uchun esil qo'llanma bo'ldi. Xeyli ko'p shoir va havaskorlar orzu vaznini ashu yerda, ashu qo'llanmadan haqiqiy o'rgandi va umr voyat aslidan chiqarmadi. Bu yerda fikrdosh, qalbdosh saboqdoshlarimning bo'lishimi men uchun zo'r tasalli, baxtsizlik ichidagi baxt edi. Xeyli o'lib ketgandan keyin qolgan uchimiz bir-birimizga hamdam bo'lib o'tdik. Keyin ular boshqa radratga bo'linib ketib, men yana bir sinfda, bir maktabda o'qigan qozoq saboqdoshlarim bilan birga bo'ldim. Ularning biri ayni yillarda qaynoq she'rlari, bilimi, fikrning o'tkirligi bilan maktab bo'yicha hammaga tanilgan, keyin qozoq xalqining atoqli shoir bo'lib qolgan Jarqin edi. Uning bilan ikkimiz she'r haqida va ishki tashqi vasiyat, siyosat o'zgarishlari, turmadan chiqqandan keyin qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz, yozmoqchi bo'lgan asarlarimiz haqida ko'p paranglashdik. Doim bir-birimizni ilhomlantirib turardik. Töken mening yaqin do'stim ham sirdishim edi. U egiz bo'y, tambal, mijozi chuchus, ammo nihoyat mard, oq ko'ngil yigit bo'lib, ikkimiz doim birga yurardik. U menga G'o'ljadagi ota-ona qarindoshlarining parangini qilib beradi. Yozda yayliq turmushning naqadar go'zalligini to'la ta'riflaydi, ham shunday mazmundagi she'rlarni yozadi. Men uningga yurdim, ota-onam, bolalik vaqtlarim to'g'risida so'zlab berardim. Yazgan she'rlarimni ko'rsatdim. Men to'lara
emgek vazifamni o'rinlab bo'lolmay hammaning keyinda qolatdim va bu tufayli izoh ahonat olgan edim. Yana jazolangan edim. Töken meni jazolanishdan saqlab qolish uchun doim o'zining vazifasini o'rinlab bo'lib, menga ishlash beradi. Bir yil qishda bo'z yer tarafda o'zdan chopdi. Shu kunlarda uda bir necha hafta qattiq suv bo'lib, üzülmay qor yig'ib, jondan o'tgudek shivirg'an chiqib turdi. Yara qattiq to'nlab ketganlikdan ketman ko'rchaklar emas, metinni qarga kelmaydi. To'g'riq, yulg'un shaqlarni yig'ib, o't yoqqan bo'lsaqmi, ko'p foydasi bo'lmagan edi. Shu qitimqi amgakda Tökenning menga qilgan yordami zodi esimdan chiqmaydi. Agar u bo'lmagan bo'lsa, men ashu qarqishda so'g'uq, harg'inlik, ochliqdan o'lib qolgan bo'lardim. Yazda Töken bir mezgil hammamizdan o'zini qochirib, o'ychan bo'lib yurdi. Dam olgan vaqtlarda u yiroq bir yerda o'z yolg'iz o'ldirib, yog'och bilan to'plan yerga bir nimalarni jijilaydi. Arif ikimiz bir qatim uni ko'rsatib, "Mushu bolada bir gap bor, biror ahmoqlik qilib qo'yimiz bo'ladi" degan edi. Shu chaqda men uning gapiga ancha chin putib ketmagan ekanman. Uzun o'tmay uning parisi rost bo'lib chiqdi. Bir kuni Tökenning suv tutqini chiqqan yerdan qochib ketgani ma'lum bo'ldi. Saqchi kadrlar bir necha kun palparaq bo'lishib yurdi. Hammamizni bir-birlab so'roq qilib, uning ishlarini biladigan bilmaydiganligimizni surishtirdi. Ammo u hech kimga bir narsa demagan edi. Biz uni qochib qutuldi bo'lg'ay deb yurgan kunlarda saqchilar uni tutib olib keldi. Uning holi nihoyat og'ir edi. U bir necha kun turmada o'tirgansiga yetib, keyin kamarga yetib chiqdi. Bu jarayonda men uning holidan kuchimning bericha xabar oldim. U menga o'zining qochgandan keyin tutilib qolishdan qo'rqib 3 kungacha sozliqda yushirinib yotganligini, ko'rsqa assa qush tuxumlarini yeb, ussag'anda sozliqning zay suyini ichganligini, kechalari g'alati ovozda sayraydigan uchar qushlarning ovozidan qanday qo'rqanligini, yahu tungusdan qanday qochib qutulganligini deb bergan edi. Uning aytishicha, uni shu atrofda mol boqadigan mahbuslar ma'lum qilib qo'yibdi. Saqchilar yetib kelganda u uxlab qolgan ekan. Uyg'oq bo'lgan bo'lsa, hargismi tirik qo'lga tushmaydi ekan. Töken ko'zga bormayla o'lib qoldi. Ashu qabul g'ayratli bir yigit ana shundoq o'lib ketdi. Men uni bugungi kundami doim aslab turaman. Ba'zida tushlarimga kirib qoladi. Tushimda uni xo'shal, rangi-ro'y ochiq, kiyim-kechaklar pokiz holatda ko'rsam, xo'shal bo'lib ketaman. Hamkin dili sunuq, vayron holatda ko'rsam, bir necha kungacha yuragim echishidi. Namozlarimda uning atab uzoqdan uzoq duo qilaman. 14-bob. O'tgan kunlarimni o'ylasam, o'zimni qaytirib, bo'lg'usiz qarsarda his qildiganim, hasrat, nadomat o'tida siyqinib aslaydiganim yana dadam bilan onamdir. Men ularning baqqan ajrini qaytira olmay qolmasdan, ularni ko'tarib, qo'rqsiz dard alam baxtsizlikka duchor qildim. Mendan zo'r umid kutadigan dadam men gazetlarda tanqid qilinishga boshlaganda Urumchiga berib, sarning janqiliga tushgan cho'chisining atrofida cho'rgilagan qushdek atrofimda cho'rgilab yurgan edi. Ular meni nazorat ostiga ilishdan burun ikkimiz bir qitimda ko'rishgan. Shu chaqda u ko'zimga biroqla qiyirib ketganda ko'ringan edi. U yashanqirab turgan ko'zlari bilan menga qarab untinsiz o'ltirib ketgan. Uning ko'zlaridagi tasvirliksiz tuyg'uga, gaz bog'lagan lablarga qarab, men ich og'ritish degan bir xil chidag'usiz vahima va g'am andishining bir odamning butkul vujudini qoplab, ich bag'rini o't kuydirgandek dog'lab, yondirishi ekanligini his qilgan. Keyin dadam necha qitim keldi. Ammo ular bizni ko'rishtirmadi. Dadam qaytib ketib, men rasmiy qo'lga ilingandan keyin yana keldi. Shu chaqda u menga uydagilarning, onamning salomini yetkazib, "Bolam, sizlar texi yosh, o'zlarini tashlab bu kunlarmi o'tib ketadi" degan edi. Keyin xabar tepishimcha, u Urumchidagi qonun sohasida ishlaydigan
Yiroq bir tuqqunning yordami bilan mening texi 18 yoshga to'shmaganligimni asos qilib, qonun o'rinlariga va yuqori rahbarlikka ko'p qatim arz qilibdi. Uning arzini anglaydigan odam chiqmabdi. Urumchi turmusida yotgan 4 yilda dadam har yili degidek meni yo'qlab turdi. Anam bir qatim meni ko'rgili keldi. Ular oxirgi qatim kelganda turmadagilar bu yerda undaq odam yo'q deb mening shoirga yutkilib ketganligimni aytib bermabdi. Jamiyatda meni o'lib ketibdi degan gap tarqalganligi uchun ota-onam ishini qilib qattiq hasrat chekibdi. Baxtimga yarasha dadamning tuqqani ishki qismning mening shoirdagi amgak bilan o'zgartish maydonida ekanligimni aniqlab, ularga mening hayot ekanligimni, shoirdagi amgak bilan o'zgartish maydonida turayotganligimni, lekin 10-20 yilsiz turmadan chiqolmaydiganligimni yetkazibdi. Cheksiz musibat qayg'usida turayotgan onam o'lib ketgan o'g'li qayta tirilgandek xushal bo'lib 10-20 yilmi o'tib ketadi. O'lmasakla hamon bir kuni jam bo'lamiz deb yig'lashibdi. Dadam meni o'z ko'zi bilan ko'rish uchun shoirga beribdi. Ammo shoirdagi amgak bilan o'zgartish maydoniga qaratib yozilgan tonishtirishi bo'lmaganligi uchun men bilan ko'rishga amalsiz qoldi. Birer haftagacha turmaning sirtidagi sut, qatiq, tuxum sotadigan kishilarning yanida o'ltirib, atdeganda tizilib, amgaki mangadigan, kechdeganda tizilib, qaytib kelib, cho'ng darvozasidan kirib ketadigan mahbuslarga qarab o'ltiribdi. Mahbuslar bakchiq bo'lganlikdan ko'zlari imir-jimir bo'lib, meni ko'rolmabdi. Axir shu yerlik bir qiyri xotinning yordami bilan tuxum olg'ida chiqqan mahbuslardan meni surishtirib, meni taniydigan birisiga dadamning ekanligini aytib beribdi. U mahbus maydonga tizilib turgan vaqtimizda yenimdan o'tib ketib, dadam kelibdi, cho'ng darvoza sirtida deb qo'yib o'tib ketdi. Shu kuni ishga ketib, darvoza oldidagi yo'l bo'yida turgan dadamni ko'rdim. Ammo oldidan undinsiz o'tib ketdim. Dadamning xaralashgan ko'zlari meni ko'rmadi. Ishdan tushganda jarqadan bir yuen o'tni elib, nazoratchilardan ruxsat so'rab, qatiq olg'ila chiqdim. Dadam meni ko'rib, darhol qatiqchi xotinning yeniga keldi. Ikkimiz uning yenida o'ltirib, bir necha minut paranglashdik. Men uningga: "Dada, onamga, ukularimga mendan salom aytsizlar. Men sizlarni bek siygandim. Hammanglar xotirjam bo'linglar. Hozirgi ahvolim ilgirgidan ko'p yaxshi" dedim. Dadam: "Ko'rdim bolam, ko'rdim" degunicha yig'lab gapini davomlashtira olmay qoldi. Mening oldirayotganligimni sezib, darhol qatiqchi xotinga 20 yen berdi. Uni qatiqchi xotin menga berdi. Dadam bilan ko'zlarim orqali xo'shlashib, kaynimga qaytdim. Darvozadan kirib ketib, kaynimga qarasam, oddiy kiyingan, o'rinligidan bo'yni inchikilab, bug'doyidagi pul deb chiqqan dadam bo'ynini so'zg'inicha men tarafga talmurib qarab turibdi. Shu qatim dadam bilan quchoqlashib ko'rishalmagan, jafokash qo'llarini tutolmagan bo'lsam, uni ko'rib olganimdan xushal bo'lib yurdim. Kechalari qap qorong'u to'ris qarab yotgan chog'larimda bu xushallik chidiqsiz hasrat va gunohkorlik tuyg'usiga aylanib meni azoblaydi. Men ularni vayron ham sarson qilgan edim. Ular mening dardimda har kuni do'zax azobini tortadi. Yegini yegan, ishkini ishgan bo'lmaydi. Turuqdan dardmanlik, ko'ngil yerimda chiqib turadi. Mendek bir o'g'ilni cho'ng qilgani uchun hech kim ularga istoshlik qilmaydi. Ularni bu qora kunlarga men tushar qilgan edim. Men daryo bo'yida maxsus baliqchilik qiladigan mahbuslar bo'lib, ular baliq tutganda cho'ng baliqlar bilan birga to'rga chiqib qolgan ushoq baliqlarni suv qaytirib to'kib etadi yoki o'zlari ilib qoladi. Ba'zi bunday baliqchilardan bizga nasiba tegib qoladi. Baliqchilarning ich qorinini taslab, tozlab, quritib olsak, bir mazgil ochliqda dalda bo'ladi. Biz bir holda tuz ham bir kichik pichoq elib olgan edik. Bu Arif akaning 2 parcha nefis to'mirni bilab
bir tarafga qo'g'zoq o'rab yasab olgan pichig'i bo'lib bak ittik edi. U bu pichig'ini hech kim ko'rsatmay saqlaydi. Biz borganda baliqchilarning hammasi qiyiqlariga chiqib olib, daryoning o'tirisida to'r yig'otadi. Biz to'rda piltinlab, sakrishib, oxirgi nafsida hayotlik uchun tirkishayotgan kumush rangli baliqlarga bir pas qarab turdik. Biz xuddi ashu baliqlarga o'xshaydi. Darhol qo'rilmay, tuz chechilib, oftobda quritib oladi. Qaysi kuni quritilganimiz kimning og'ziga kirdiganligimizni bilmaydi. Baliqchilar Arif akani ko'rib to'liq xushal bo'lishib ketdi. Cho'ngroq bir natisi yiroqdan salom qilishdi. Yoshroqlari yugurib kelib salomlashdi. Biz chandurmay ularga xaltini berib qo'ydik. Bir pasdan keyin ular ishlarini tugatib oldimizga keldi. Ular Arif akani nihoyatda cho'ng bilib hurmatlashadi. Uning gaplarini chin ko'ngildan qayt bo'lib anglaydi. Gap orlig'ida yosh mahbuslardan bir natisi Toshkent radiosida shoirning o'limi nomli bir o'chirik anglatganligini, uning da yezlig'uchining ismi va ishlari dal menga o'xshaydiganligini aytdi. Yoshda cho'ngroq soqolliq bir mahbus. Ma shujungchi deginimi aski nimalar ekan? Sap-saq odamni o'ldi deb radioda so'zlab yurganini ko'rmamdigan. Pat-pat Kapturslavkam baliqni jahroq yeb, turmadan chiqqanda o'zlarini bir ko'rsatib qo'ysizlar. U shujungchilarga deb hammamizni kuldirib atgan edi. Arif aka ikkimiz ular bilan xo'shlashib, xaltini ilib qaytib ketdik. Keyin turmaga yangi kirganlardanmi jamiyatda mening o'lib ketganligim to'g'risida xabar tarqalib ketganligini angladim. Shu gaplarning ta'sirida men bir necha parcha she'r yozdim. Ularning birida mundaq yozgan edim. Men o'lmadim, ko'zlarim uchuq, tang cho'lpini bo'lmas hazidar. Bo'g'ishlangan qanatim sunuq, barman o'zim, biroq yaradar. Umri uzun bo'ldi debdi. O'ldi desa hayot kishini, qo'shilganda umrimga umr, nechun men yey o'lim g'amini. Qayg'urmanglar, xushal bo'linglar. Ko'rishimiz tang assi parlab, visol kuni roziman o'lsam, bilinglarni qisib quchoqlab. Men bu she'rimni va boshqa bir qism she'rimni dadam keyingi qatim yo'qlab kelganda uxurliqcha uning yanchiqiga silib qo'ydim. Nazoratchimi ko'rmasga silib turdi. Bu she'rlarim ana shundoq saqlanib qolgan edi. Tilim chiqqan, xat to'ngan go'dak vaqtlarimdan tartibla qalbimga singib ketgan Tangri tig'i, Tarim daryosi degan nomlar men shuncha jalb qilib o'ziga intiltiradi. Institutda o'qiyotgan yillarimizda do'stlar bilan Tangri tog'lariga sayohat qilishni, ona daryo bo'ylariga berib, suvlarda cho'milishni orzu qilishgan edi. Mana endi Tarim daryosi yeni misli o'rkashlab oqdi. Amga qilgan chaqlarimizda ba'zida uni yiroqdan ko'rib maqalimiz. Ammo endi biz mahbus edik. Uning bo'ylariga berib suvlardan qinib icholmaydik. Bag'riga o'zimizni tashlab harbocha o'salmaydik. Shuning uchun men ko'nglimda bir kunlarda turmadan chiqsam, agar yoz kunlari bo'lib qolsa, oldi bilan Tarim daryosiga berib, yalang'och bo'lib, rosa cho'milib, ruhim va jismimni pak tozalab, ondan yangi turmushga otiliman deb ahd qilgan edim. Ammo afsuslanganim, mening qo'yib berilgan vaqtim qattiq sovuq kunlarga to'g'ri keldi. U 1975-yil 31-dekabr edi. Shu yilning beshida bir qism jinoyatchining oldin qo'yib berilganligi to'g'risida gap so'zlar paydo bo'lgan edi. Arif aka menga mushu Deng Xiaoping degan pakar odamni mayliga qo'yib etsa, cho'ng ishlarni qildigandek turdi. U huquq tutib, birer yil bo'lmay taqilib qolgan oliy maktablarni ichibatdi. Chet ellar bilan diplomatiyani rivojlantirdi. Anglashlarga qaraganda yana bir qism o'ngchini qo'yib etarmish. Balkim shu qatorda sizning ishingizmi hal bo'lib qolar.
dedi. Arif aka avliyodagi odam edi. Uning odam ishlarga bergan baho hukmlari doim to'g'ri chiqadi. Yelimi esimda Madniyasur inqilobi yangi boshlangan kunlarda Arif aka o'zi mushtari bo'lgan Shinjang gazetini etisga olg'ashchi boradi. Dam ilishlarda gazetni ushshoq xabarlarigacha o'qib tahlil qiladi. Bir kuni yeniga borsam, bosh betdagi suratga qarab o'ldirib ketibdi. U rais Mao'ning Tiananmen ravaqida qizil qo'g'duvchilarga mehribonlik bilan kulimsirab turgan muavin rais Lin Biao rais Mao Zedongga yuzlanib turib, qo'lidagi Mao'ning so'zlaridan uzundini uning ko'ziga yaqin akilib olib, palangtayotgan ko'rinish ekan. Mushu Lin Biao'da bir gap bor, dedi u astag'ina ittik atrofga qarab etdim. Qandoq deysiz aka? Qara, uning turqiga, avu chiroyidagi yolg'on kulkiga horomzadlik qilayotgani chiqib turmamdi. Tova, rost shundaqdek turdi. Shundaqdek emas, shundaq qarab tur. 5-6 yilga barmay buningdan chatoq chiqadi. Uning gapidan badnimga titrak ulashqanday bo'lib ketgan edim. Oradan bir necha yil o'tib, Lambiyaning xotini va o'g'li bilan vatanga osiylik qilib chat aliga qochganda aeroplan qumliqqa tushib ketib, kuyib o'lganligini angladim. Keyingi amaliyat Arif akaning Deng Xiaoping to'g'risidagi e'tiqodlarining to'g'riligini isbotladi. Shu yil 28-dekabrda men ishxonaga chaqirtildim. Hech qachon uchuq chiroyini ko'rib boqmagan bir rahbar 100 so'mga chaplashib turadigan sarg'uj terisini kulimsirashga o'xshab ketadigan bir holatda tortish turganicha mening qo'yib o'tilganligimni, muddatdan burun qo'yib o'tilganligim uchun partiyaga rahmat aytishim va yaxshi o'zgarib qalpoqlarimning ilib o'tilishini qo'lga keltirishim kerakligini aytdi. Durust. Texi mening beshimni besib turgan yo'g'on ikki qalpoq, ikki tog' bor edi. Ulardan oldirab qutulolmaydim. Shunday bo'lsa-mu, men turma jazosidan ig'ir jismoniy emgak va kuchli besim qutulatdim. Turmadan chiqib, yangi hayot maydonida bir mazgil sinoqda turatdim. Uningdan keyin oilalarning kepilligi bilan oilamga qaytib, shu joyda nazorat ostida emgak qilib o'zgarishni davomlashtiratdim. Bu men uchun zo'r baxt edi. Kechicha hayajondan ko'zimga uyqu kelmadi. O'tgan kunlarimni, hayotimni bir xulosalab, buningdan keyingi hayotimni teximni qadrlash, ota-onamni xushal qilish, qo'limdan kelishicha ularning xizmatini qilishni o'yladim. Uningdan ortiq ishlarni o'ylashga erkim va haqqim yo'q edi. Atsi Arif aka boshliq yaqin yo'riqlarim, ustozlarim, birodarlarim bilan quchoqlashib, ko'z yeyishi qilishib, xo'shlashib, yangi hayot maydonining suv ombiriga berib o'rlashdim. Bu kuni bu yerdagilarga yangi yil munosabati bilan qalpoqalchak tarqib bo'lgan ekan. Bu yerdagi birodarlar meni qalpoqalchak bilan mehmon qildi. Ham hech kimning nazoratisiz odamdek o'ldirib yo'g'onliganga ilib kelingan issiq go'shtdan to'ygacha yedim. Va bu kunni davomli xotirlab turish uchun har yili 28-dekabrda qalpoqalchak yeyishni odatga aylantirdim. Bir necha oydan keyin dadam meni ilib ketish uchun keldi. Ikkimiz birlikda munosabatli ishxonalarga kirib, rasmiyatlarni o'tab, u yerdagi yaqin yo'riqlar bilan xo'shlashib, attig'ina yuk taqamni ko'tarib, avtobus bekatiga bordik. Avtobusning minishiga yana birer soatdek vaqt bor edi. Yo'l bo'yidagi oshxonada avtobusni kutgach tomoq yeb o'ltirdik. Qachonlardir dadamning qo'lida bir qafas paydo bo'lib qoldi. Qafasda bir qush vichirlab sayrab turdi. Ko'nglimda dadam qushga havas qilib qolgan o'xshaydi dedim. Ardida dadam qushga don va suv berdi. Biz tomoqimizni yeb bo'lib duo qilib o'rnimizdan turganda dadam qafasni qo'liga elib oldi. U oshxona oldida to'xtab, qafasni ichib qushni osmonga qo'yib atdi. Qush vichir-vichir sayrab, qanot qiqib, teraklarning nerisida g'oyib bo'lguncha
arkasından qarab turgandan keyin qo'lidagi qafasni yerga etib sundirdi. Arqadan nimalarnidir deb duo qilib, "Mangayli bolam" dedi. Dadamning bu ishi menga sirliq bilingan bo'lsa-mu, so'rashni afsus ko'rdim. Balki shunday bir odat bo'lsa kerak deb uning bilan tang duo qo'l ko'tardim. Ammo bu ishning haqiqiy ma'nosini uyga borgandan keyin onamdan bildim. Dadam Qashqarning O'rda Holli ko'chasida do'kon ochadigan bo'lib, do'konni yiroq bo'lmagan yerda turli qafas bilan armak qushlarni sotadigan bir do'kon bor ekan. Qafas ichidagi qushlarning qanotlarini qafasning chiviqiga o'rib, ko'kka talpinib, mumliq sayrashlari doim dadamning ko'zidan yosh oqqizadi ekan. U mening hayot ekanligimni bilgandan keyin har juma kuni namozdan yenib, chiroyli qafasga solangan qushdan birini setib olib, qushqa don ham suv beradigan, do'kon oldiga chiqib, qafasni sundirib, qushni qo'yib etib, dunyodagi erkinligidan ayrilgan o'g'illar uchun, o'z o'g'li uchun duo qiladigan bo'ldi. Va bu ishni toki men turmadan chiqquncha davomlashtiribdi. Onamdan bu gaplarni anglab, ko'z yeshimni to'xtatib ololmadim. Xiyollarim o'rkashlab, Qashqarning O'rda Holli ko'chasida do'kon ochadigan oddiygina savdogar mening dadam ko'z oldimda go'yo insoniy mehr muhabbat va adolatning g'oyasur obidasi bo'lib gavdalandi. Shu kuni kechgacha xiyoldan bosh ko'tara olmadim. Dadamning qo'llarimni tutib, Stuq Bo'g'raxan tazkirasini ko'chirgizayotgan, tanbih nasihat berayotgan, har qatim Urumchiga manglagan kunimda yarim kechada qo'pib onamga osh atkizib, issiq ichib olsalar bolam, safar ustida issiq tomoq tapmoqlari tas davatgan, arsni yeniga silib kimlarningdir eshik oldida saqlayotgan, turma eshikni oldida bo'ynini so'zib menga qarab turgan qiyofatlari ko'z oldimdan bir-birlab o'tdi. Ixtiyorsiz qo'limga qalam elib, yenimda turgan jiyan qizimning topshiriq daftariga bir she'r yozdim. U qafasdagi o'g'il, qafasdagi qush va dada haqidagi she'r edi. Afsuski, ajr bilan o'tgan dadam bilan onam ajr mevasini ko'rolmay olamdan o'tdi. Men har qatim bir yaxshilikdan dilim suyungan, navrlarim dunyoga kelgan, yangi kitoblarim nashrdan chiqqan chaqlarda dadam bilan onamni asladim. Xiyolimda ular bilan suzishib, ruhiga atab duo qildim. Men ularning oldida mangu qarzdorman. 15-bob. Yurtimga qaytib kelibla tunji qilgan ishim oilam turishliq aholilar komitetiga berib, o'zimni ma'lum qilish bo'ldi. Shu kuni men teg'i rasmiy qo'yib berilmaganligimni sezdim. Turmada biz ko'pchilik edik. Hammamiz barobar edik. Ammo turma sirtidagi mutlaq ko'p sonliq erkin kishining nazarida bo'lsa, biz normal odam hisoblanmaydik. Jinoyatchi, unsur deganga normal odamdek muomala qilinmaslik kerak edi. Kamsitilish, til ahonat, dushkanlashlar jon-jinimdan o'tib ketadi. Ammo erkin ozoda mengib yurish, ota-onam, urug' tuqqanlaring yanada yashash uchun bunchalik qo'rqinchlarga chidamay amalim yo'q. Men bir mazgil davolandim. Keranbog'dagi yo'g'on qo'rsoq, ko'ngli yumshoq gapdan doktor dadamning ahvolini so'rag'ach, yezib beradigan dori, ukol va ispirkini yonchug'imga selvilib, shahar aylanatdim. Bormagan cho'ng kichik ko'cha, ko'l, buloq, beshi, daryo bo'yi sepil bo'lib boshqa qolmagan edi. Bu yerlarni men turmada yetib, talay qitim xiyolimni o'tkazgan. Tushlarimda to'pisiga bag'rimni bosgan, suvlardan o'chimlab pishgan edim. Ammo reallikda yurtimning bag'rida yashash baxtiga erishdim. Turmada yosh o'lib ketgan xilil Tükeniga o'xshash do'stlarga selishtirganda men yanla taraylik hisoblanatdim. Dadamga bu ishlar haqida gap ichilsa, mushu kunlarga shukr bolam, sog'-salomat turmadan chiqib oldilar. Hamma odamning rizqini Xudoyim berdi. Odamning oyog'idan shamol o'tishib tursa, qolgan ishlar o'ngishib ketadi, deydi. Bir oylik dam ilishdan keyin aholilar komiteti qarmaqidagi
60 necha nafar aksil inqilobchi, yerlik millatchi, buzuq unsur, aksil inqilobchi unsurning sepiga qo'shildim. Har kuni tong yorar yurmasda hammamiz aholilar komiteti qo'rusiga yig'ilib, qo'l harfisiga supurga, katman, go'rshaklarni besib, aholi komitetiga qarashliq yo'l, ko'cha, ish o'rinlariga tarqalatdik. Yo'l yasaydigan, ko'chat tikadigan, ko'l qo'laydigan, dal-daraxt gulliklarni parvish qiladigan ishlardan boshqa doim qildiganimiz tasliq edi. Men to'laroq yavoq ko'rigi atrofidagi yo'llarni, ko'rikni, beliq yo'l atroflarini yo'g'on qumush supurgi bilan supurib chiqatdim. Egiz bas yerlarni tuzlab, axlat chavar g'azonlarni yig'ib, ko'ydirib, kun o'ltirishga boshlaganda aholilar ko'mit tarafga qarab maqatdim. Bizga mas'ul nazoratchilar ish o'rinlarimizni aralab, vazifa o'rindash ahvolimizni va amgak pozitsiyamizni tekshirib turadi. Ularning ichida bizni odam qatorida ko'rmay, o'rinsiz varqirab-jarqirab qo'pollik qiladigan, bizni bo'zaq qilish hisobiga o'sish tamasida yurganlarmi, sinfiy kurash eng haddidan ziyod yuqori, buguni akal desa, bishni akildigan qora qo'rsoq nadonlarmi bor edi. Tonish bilish yaqin yo'ruqlar ichidami ba'zilar menga hissashlik qilsa, ba'zilar o'zini qochiratdi. Hatto yo'l supurayotgan cheg'imda meni yiroqdan ko'rsimi, kayniga yenib ketadi. U davrda ularni ortiqcha ayblab ketgili bo'lmaydi. Chunki ularning men bilan paranglashayotganini ko'rsa, oltin tepib olgandek xo'sh bo'lib, chaqadigan yerlarga yugurdiganlarmi ko'p edi. Qandaqli bo'lmasin, ana yurtim qo'ynida, o'z uyingda, ota-onangning oldida yashash baxtini hech narsaga teng qilib bo'lmaydi. Buni faqat judolik azobini peshin kechirganlarla tushunadi. O'tgan yillarda qafasni cho'rida nola qilgan ona qush kabi kech-kunduz g'amini yegan ota-onam hozirmi kech-kunduz atrofimda parvona edi. Yeshi bir yerga berib qolgan mendek o'g'il ularning nazarida yanala bola edim. Onam rahmatlik meni issiqsiz qolmasin deb unimga qaramay tushdi menga tomoq olib beradi. Har qatim o'ri ko'tarilib turgan tomoqni qo'limga olganimda ko'zimga yosh keladi. Dadam mening kishilarning kamsitishi va yomon muomalalardan azoriyib qilishimdan ansirab, eng yomon kunlar o'tib ketdi. Bu kunlarmi o'tib ketdi. Zaman shundoq, bu zamonning kishilaridan og'riqli bo'lmaydi deydi. Men bunday ishlarni parvoyimga olmas bo'lib qolgan edim. Bu so'g'oq muomala, zo'rliqlardan texmi kuchli bo'lgan bir iliqlik meni har vaqt hayajonlantirib, menga harorat, ilhom baxsh etib turadi. Bizni boshquradiganlar ichida bizga hissashlik qiladigan, fursat deb yordam qilib turadigan kishilar bo'lib qolmay, ba'zi notutish kishilarmi bizga xayrixohlik qilib ilhom, tasalli beradi. Ba'zida ko'cha supurayotgan vaqtlarimda notanish bir kishilar oldimga kelib, men bilan ko'rishib, hol ahvol so'rab ketadi. Yaxshi taklifni bildirishadi. Har qatim iyunning 5-ida toza tarlab ham ussab ishlab olsam, ko'rik tarafdan bir yigit tushdi. Ma ujmini avu duhabchi ustam abatdi. Musning orasida saqlab tikan, vaqtida yevalsizlar. deb bir taboq oq ujmini qo'limga tutqizib qo'ydi. Dona may bo'lib pishgan oq ujma ekan. Umrimda bunday tatliq ujmini yana qachon yeganimni bilmayman. Shu atrofda yana bir kichik do'kon bor edi. Do'kon egasi bug'doy o'ngli gavdali kelgan nihoyat xush ovozli odam edi. Bir qitim shu atrofda harduq elib o'tirsam, menga o'zi tonishliq berib, "Sizlar meni tonimaylar, ammo men sizni toniman. Men sizlardek Şinjanni zilzilaga solgan shoir bo'lmasammi, she'r havas qilaman. Malol kelmasa, sizlardan ta'lim olsam deyman", dedi. Shundan keyin harduq olgan yana yoki ishim balroq tugan chaqlarda uning do'koniga choy-pay ishkash, she'r to'g'risida paranglashib yoki shaxmat o'yida o'ltiradigan bo'ldi. Shu chaqda bildimki, u bir oddiy havaskor emas ekan. Qadimgi she'rlarni pishiq o'rgangan, yangi she'rlarni o'qib turadigan, hatto Shinjan gezitining adabiyot betiga she'rlari chiqqan odam ekan.
u shaxmat o'ynashga usta ekan. Bu odam bilan keyinmi talashmay qarinaslardan bo'lib qolgan edi. Afsuski, u qon besim kesil tufayli 50 necha yashidla olamdan o'tdi. Men xuddi bir tuqqan qayrinishimni ayrilgandek qayg'urib haza tutdim. Uning 3 o'g'li bor edi. Bir o'g'lining ismi Kerem bo'lib, o'zining deyishicha 1960-yillarda kishilardan mening o'lib ketganligimni anglagandan keyin meni xotirlash uchun o'g'liga Kerimjon deb ism qo'ygan ekan. Kerimjon va uning aka-ukasi hozirgacha meni istab turdi. Menmi ularni tashlab etmadim. Urug' tuqqandarchilikdanmi yaqin bir xil munosabat bizni hozirgacha bir-birimizga bog'lab kelmoqda. Men supurdigan ko'chalarning birisida o'ltirishliq yana bir odammi har qitim oldindan o'tsa cho'nqur hurmat bilan egilib salom qiladi. Atrofiga qarab etib, odam yo'q chog'larda men bilan bir necha eg'iz paranglashadi. Chinibog' mehmonxonasida ishlaydigan bu odam hafta oxirlarida menga oliy yotoqlarni ichib berib, yuyinib aram ilib olsla deydi. Mushu abdim bilan bu oliy yotoqlarni mehnat qilib etarmanmikin deb ikkilanib tursam, har qancha aziz mehmonmi sizlardan ortiq emas. Asli bu yotoqda yetishga eng munosib odam sizlar. Xotirjam yuyinib tarinib, put-qo'llarini so'zib bir uxlab olsizlar deydi. Ammo nimishqidir dushqa har qancha uzoq chilinib yuyinsammi badlarimdagi to'p-to'zonlar pokizlanmagandek, lumdum karvatda doq yerga silingan kigiz ustida uxlagandek, rahat uxlayolmagandek bilinadi. Men u yerlarda 7 yil ko'cha supurdim. Kishilar bara-bara ahvolimdan xabar tepib, menga yaxshi muomala qiladigan bo'lib ketishdi. Ko'chadan o'tib ketayotgan oqsoqol buvaylar, oldin ketgan qiyri-qo'tullar oldimda to'xtab, men uchun duo qilishadi. Kim yaxshi, kim yomon, Alloh hammani ko'rib bilib turadi. Turmada tortgan jafolar bilan ko'cha supurganning ajrini berdi. Sizlar yerda qolmaylar bolam, deyishadi. Shu yillari ota-onam meni tezroq o'ylash g'ami bilan oldirib yuradi. Ishlar ota-onamni, mening o'qigan ma'lumotli odamligimni deb men qiziqsimi, mening turmada yotganligimni, ko'cha supurganligimni, pulim ham kiyimligimning tayini yo'qligini o'ylashib, qizlarni menga berishni ancha xohlab ketmaydi. Jahon bundoq ketavermaydi deb qaraydigan ham meni kuyovul qilib olishni orzulaydiganlarim chiqqan edi. Ammo ularning qizlari meni yeyish uchun deb yartishmadi. Bu yurtlarda qizlar 20 yoshdan eshib ketsa o'ldirib qolgan deb qaralganlikdan qizlar kichikla to'y qilib ketishadi. Ham to'laroq o'z tangdoshlari bilan to'y qilishadi. Shunga cho'ngroq qizlarni topmoq tas edi. Dadam meni ma'yuslanib qolmasin deb, hamma ishni vaqt soati bor. Vaqt soati kelganda birdamlikla ish. Bak oldirib ketishning o'rni yo'q. Balam, sizlar texibak cho'ng bo'lib ketmadilar, deydi. Shu orliqda meni ahillar komitetining radio punktini vaqtli boshqarib turishga qo'ydi. Bir kuni radio punktida ishlab o'tirsam, chiroyli bir qiz tartibroq eshikdan kirib keldi va mendan yordam so'radi. Asli u bir musdosdan to'play setib olgan ekan. Bozor boshqarishdikilar musdosning mollarini musodara qilg'ili kirib, bu qiz setib olgan oyoqni qo'shib ilib ketibdi. Qiz oyoqning pulini qaytarib ololmay, qanday qilishni bilmay qoldi. Bozor boshqarishda bir og'inam bor edi. Shunga yurak qoldi. Sal to'xtab tursizlar. Ma ish tugaganda men sil bilan berib oyoqlarni ilib beray deb ishxonaga boshladim. Qiz o'tirimdagi o'rindiqqa kelib o'tirib, meni bakma hayajonlantirdi. Men eli qog'ozga oldirib bir xatlarni yozsam, eli mashinalarni taraq-turuq boshqarib, naqsh musiqa plastinkalarini almashtirdim. Qizning turqidan qiziqayotganligini sezib, yoshlar yoqtiradigan yoqimli naqsh musiqalarni qasddan ko'proq qo'ydim. Oxirda beligimdagi soatga bir qarab etib, "Mang'anduq" desam, qiz lekkida o'rnidan turdi. Birdan menish jarayonda men uning gap so'z joyida yoqimli qiz ekanligini his qildim.
Qızın köңілдімі маң nisbatan yaxshi bir tuyg'uning barlig'ini sezgandek bo'ldim. Ta'limga og'inam dahi ishdan tushib ketmagan ekan. Uningga ahvolni eshitsam, ko'zimning ichiga bara qarab etib, gap qilmay oyoqni olib chiqib berdi. Tehi ikkimizni boshqa ish kuchlar bo'lsa, yana kelib turishinglar. Har qaysilarining xizmati uchun qo'lim ko'ksimda deb chiroyli uzatdi. Ko'chaning oxirida qiz menga nihoyat tavazzu bilan rahmat aytib qo'shlashdi. Shu chog'da men uningdan "Xanim, ismlari nima edi?" deb so'radim. U "Ismim Gülenber" dedi. Bir necha kungacha bu qizning turqi, chiroyi, tortinib kulib turishlari ko'z oldimdan ketmadi. Ota-onamga deyishni yoki qiz bilan o'zim ko'rishib beqishni bilolmay yurgan kunlarda uyda yana kimdir birisining uyiga elchi avatish to'g'risida gap chiqib qoldi. Men shu hamon Gülenber ismli u qizning ismini chiqardim. Ota-onam men qarshi qoldi. Bu ortiq gap qilmadi. Keyin ishlarning ebini ham bu atrofdagi ham odamlarning nasli nasabini biladigan ishonchli kishilarning onamga deb berishcha Gülenberning ota-onasi tegi pokiz, esil kishilar ekan. Hatto bizning jamiyatga yiroqroq tuqqanmi keladi ekan. Qiz 25-26 yoshlarda bo'lib, buningdan ilgari ota-onasi 2 qitim qizini bermoqchi bo'lgan yerdan yenib olgan ekan. Ular nasl nasab surishtiradigan holdar kishilar ekan. Bu gaplar ota-onamga bak yoqdi. Qizni ko'rgandan keyin texim qo'shil bo'lishdi. Dadam degandek vaqti soati kelgan bu ish nihoyatda tezla vujudga chiqdi. 2 yildan keyin tunji farzandim dunyoga kelganda dadam hayajonlangandan "Balam, sening ballarini ko'rdim, armonimga yetdim" deb yig'lab ketdi. Radio punktiga bir shogird tarbiyalab berib, yana ko'cha supuradigan o'rnimga qaytib keldim. Supurgining shart qilgan ovozi atdan kechgacha quloq tubimdan ketmaydi. Bu zerikarlik ovoz meni goh uzoqda qolgan yillar qo'yniga, goh tumonliq kelgusining mavhum manzillariga boshlaydi. Ba'zi kechalari tushimdan cho'chib uyg'onganimdami quloq tubimda til haqorat aralashgan oshu ovoz anglayotgan bo'ladi. To'mirning qattiq supurgining shart qilgan ovozi ichida yillar o'taverdi. Biz bilan birga ishlaydigan birdan ikkidan osishga boshladi. Har qatim birarsining masalasi aniqlanib, qolpiqini ilinib, xizmati asli keltirilganligini anglaganimda xushal bo'lardim. Ammo o'zimning ishlarimning o'ylab munglanib jim bo'lib qolatdim. Bosh uchi yo'q qorong'ulikda mudir cho'qirib ketayotgan vaqtingda yiroqdan ko'ringan kichikgina ushqun sana olamcha zo'r umid va tasalli baxsh etadi. Ashu ushqunga jiningning boricha intilasan. Ammo tirmishib uningga yaqinlashganingda uning faqatla barqaroq qo'ng'uzning nuri ekanligini ko'rasan. Qalbning yana bir qatim zulmat qorong'ulikqa cho'kadi. Umidsizlik shayton ko'zlarini qisib meni qiynayotgan ashu yillarda o'g'limga tug'ildi. Bolalarım menga hayotimning ahamiyatini his qildirib, qaysarlik bilan yashashga ilhomlantirdi. 1977 yili yana bir turkum nahaq dilo tuziltilib, bir qism kishi ozod qilinishga boshladi. Har kuni biror nijotli xabari kelib qolar degan umidda oldimga kelgan har bir kadrga talmirib qaraydim. Viloyat Abnum rayonidagi siyosatni amaliyotlashtirish organlarga ahvolni aytib boqqan edim. Hech yerdan xabar bo'lmadi. Oxir bir kadr yuzimga "Sele to'la mengib o'zlarinimi bizni avar qilmislar. Sizning ishlari cho'ng yerga tutishadigan murakkab ish ekan. Yuqordan sado bo'lmasa bizga amal yo'q" dedi. To'g'ri, sizlarga amal yo'q. Alloh o'zi bir yo'lda qo'yar deb qaytib kelib, bir mazgil o'z u xiyollarni qalbimdan chiqarib etib yurdim. Ko'cha supurganimga beriladigan ozgina turmush puli bilan 4 jon jinimizni beqib ketolmaydi. Yanala ko'proq ota-onamizga tayinatdik. Meni hammadan bakroq hamga soladigan kundan kunga cho'ng bo'layotgan bolalarim edi. Oshu gunohsiz narsidlarmi maktabga kirgan kundan tortib aksal aniqlabchi
yerlik millatchining balasi deb yakunlarmi, xo'rlinarmi deb o'ylasam, qo'limdagi supurgini tashlab Urumchiga, markazga maslamni bostirib qo'ygan cho'ng yerga berishni o'ylaydim. Ammo yana hal bo'lmaschi. Men o'zimni besib ololmay, masalani texnik murakkablashtirib olsamchi, bu dunyoda odillik degan narsa yo'qmidi? 17 yosh vaqtimda yuqurning ichilish, sayrash chaqirig'iga ovoz qo'shib, hukumatning xizmatlariga fikr bergan gunohim uchun hozirgacha ko'rayotgan kunlarim, tortayotgan jafolarim texi yetmaganmidi? Hukumatga fikr berish shuncha kechirgisiz gunohmidi? Xiyollarim har qancha qahrli bo'lsin, supurgini tashlab qo'yolmaydim. Texin nada hashar bo'lsa barmay amalim yo'q edi. Kamsitish, buyruq, duq, popuzlarni anlamay amalim yo'q edi. Aradan 2 yil o'tib, 1978 yilga kelganda Xinjiang Universiteti siyosatni amaliylashtirish ishxonasi avatgan beshimdagi yerlik millatcha qalbining ilib tashlanganligi haqidagi aloqani ko'rganda dastlab ko'zimga ishlanmay qoldi. Biroq bu rost edi. Beshimdagi ikki cho'ng tog'ning biri ilib tashlangan edi. Yana birisi yana beshimni bistirib Lekin buningga shukr demay bo'lmaydi. Ikkinchi yili bahor boshqachalar ilib ketdi. Mart iyi kirmay to'nglar erib, etisollar yeshilqa burgandi. Eriq o'stanlar bahor suvlarga to'ldi. 16 mart juma deganligi cho'ng yig'in ichilib, ko'cha boshqarmamiz tavasidagi 54 nafar 4 xil unsurning beshidagi pomishchik, boy dehqon, buzuq unsur aksil inqilobchi qalpoqlari ilib tashlandi. Men shularning biri edim. Yig'inda partiyaning nohaq, xato, yolg'on delolarni oqlab bizni yangi hayotga erishtirganligiga bo'lgan minnatdorligimni bayon qilib so'zildim. Qashqar gezitiga talay yillardan buyon ko'cha boshqarmamiz tavasidagi bir muncha odamlarning shildisini besib nafas oldirmay kelgan qalpoqlarning ilmitilganligi to'g'risidagi bu xabarni yezib atgan chog'dagi hissiyotim intayin murakkab edi. Albatta qo'shib bo'lmadim deyolmayman. Qo'shib bo'ldim. Bu men uzundan buyon tashnab bo'lgan kunlar edi. Ammo nemishqadir ko'nglim buzilib, o'pkam o'rilib turadi. Bir necha kundan keyin qisqagina bir afsus xabarga avatilgan bir yuan qalam haqqining chekini topshirib oldim. Pochtaxonada xeyli uzun o'chiradi turib olgan ko'hna bir yuanlik pulni qo'limda tutib turganimda u qo'limni ig'ir besib turgandek bilindi. U aran bir yuan bo'lgani bilan menga nihoyat ko'p narsadan derak beradi. Buningdan dal 20 yil ilgari men jismoniy va ma'naviy erkinligimdan, jumladan siyosiy huquqimdan ayrilgan edim. Bir ko'plit she'r, bir abzas maqola e'lon qilish emas, yezishimga ruxsat yo'q edi. Gerçi bu jarayon nihoyat uzun so'zilgan, yosh zehniy kuchim urg'ib turgan yillardan yonib ketgan bo'lsa-mu, oxiri oyoqlashgan edi. Biz bu kunni ota-onam, urug' tuqqan yaqin yo'riqlar jam bo'lib birlikda tabrikladik. Men uzundan buyon bunda xushal bo'lib baxmagan edim. Ammo o'zim xushallik ichida tursam-mu, ko'nglimda yana ba'zi tugunlar bor edi. Masalam tehi hal qilmaganlikdan xizmat ishimning qandoq bo'lganligini bilmaydim. 16 bob. 1000 yillik qor muzlar bir tomchidan erishga boshlaganda uning jo'shqin iqimiga aylanishni hech narsa to'sib qololmaganiga o'xshash taqdiri qo'lviqim xayrlik manzil ko'zlanganda ishlarimning keyingi taraqqiyoti o'zim tasavvur qilolmagan darajada o'ngishli bo'ldi. Ma'rif idorasining mas'uli bilan ayni yillardagi bir o'qituvchim mening o'tir maktabda vaqtli o'qituvchi bo'lib ishlab turishimga yordam qildi. Bu yerda men yana o'zim suydigan adabiyot bilan ayni yillardagi o'zimga, Kamolga, G'o'burjonlarga o'xshaydigan she'r hikoya haqidagi gap ichilsa, ko'zlari o'tdek chaqnab ketadigan yoshlar bilan uchrashib, xuddi yoshligimga qaytgandek bo'lib qoldim. Ularning saviylik, oq ko'ngil chiqib turadigan mulohizalarni, savollarni anglaganimda, ularning men uchragan baxtsizliklarga uchramasligini, yo'llarining ravon,
bo'lishini chin ko'nglimdan tilaydim. Bir yili Ürümchida ma'lum jurnalda ishlayotgan Kamol Qashqarga keldi. İkimiz görüşüp uzoq mungdashdik. U o'zining hayot yo'li uncha o'ngishli bo'lmaganligini, ayol ikkisi Xinjiang institutida aksiyatchi tashkilotga qatnashgan ekan degan gumon ham tuhmat bilan bir mezgil xizmatdan ayrilib qilib 5 bolasi bilan sarsam bo'lib yurganligini, bir necha yilning oldida xizmatini asliga kelib hozirgi jurnal tahrir bo'limiga o'rlashganligini so'zlab berdi. Men uningga turmada ko'rgan bilganlarimni, qolpiqim elinib siyosiy huquqim asli kelgan bo'lsa-mu, rasmiy xizmatga erishilmaganligimni aytdim. Men sana buruldi degan, siyosiy bilan o'ynash qilib bo'lmaydi adash. Sen o'zingga o'zing qilding. Talantingni, yoshlik hayotingni zoyi qilding. Yillar hammamizni o'zgartdi, qayritdi. Hammamizning o'z qadrimiz bor edi. Lekin sen ko'rinishda o'zgargan bo'lsang-mu, mohiyatda o'zgarmabsan. Hali cho'ng bo'lib qolgan chog'laringdimi, senda bolalarcha bir sabiylik bor edi. U sabiylik senda hozirmi bor ekan? Demak sen qiyirmabsan, deb chaqchaq qildi va oxirida yana elim kechikmaysan, ilgari yozolmaganlaringni amdi yoz. Men ketguncha yaxshi she'rlardan bir nechani tayyorlab qo'y. Alg'ash ketay. Lekin ko'ni xuyong tutib qolmasin, vaziyatga uyg'un qilib yoz, dedi. Men uningga rahmat etdim. Bir chaqlarda hamma odam mendan o'zlarini chetga olganda u meni yo'qlab kirgan. Hozir matbuotlardagi mening asarlarimni ishlatmaslikni bilolmay turgan bir paytda u mendan she'r so'rab keldi. Meni yangi bir manzilga chillab keldi. Men uningga qandaqmi minnatdor bo'lmay tura olmayman. Kamol hozir o'z ishlayotgan yangi ta'sis qilingan jurnal haqida nihoyat hayajonlanib so'zildi. U hozir tahrirotdagi asosli muharrirlarning biri bo'lib qoldi. Yoshlarmi, cho'nglarmi asar ishlatishda uning og'ziga qaraydi ekan. Uningdan keyin yozgan asarlarini faqat siyosiy o'lchamga uyg'un kelsila alayda e'tibor bilan ishlab berdi ekan. Ikkimiz bu sapga birga kirgan. Oxirdimi birga bo'layli. Biz o'zaro obdan hamkorlashayli, dedi Kamol qo'shilishgan chog'da. Kamolni ilib kelgan ta'sirat tufayli tuyg'ularim, xiyollarim jonlanib, kechini uyqusiz o'tkazdim. Tong saharga yaqin ko'zim ilinishi bilan yaqinqi kunlarda xiyolimdan yiroqlab ketgan bir kishini Arif akani tushaptiman. U mening amgak bilan o'zgartish maydonida yangi borgan vaqtlarim ekan. Harg'inlik, ochlik, parishonlikdan qarg'utimda uyan o'rilib yotsam, u yonimga kelib so'rg'idi. Nima bo'lding o'g'lim? Bak xiyolchan ko'rinsan. Qilganlaringga pushaymon qilyapsansan? Ba'zida pushaymonmi qilaman. Shu she'rlarni, shu xatni yozmagan bo'lsam, bu kunlarni ko'rmasdim. Yaxshi yerlarda ishlab, rohatlik turmush kechirgan, chiroyli bir xotinim, bolalarim bo'lgan bo'ladi. Sen texebek yosh, mushundoq o'ylashing tabiiy. Lekin sen shoirlikning tanlagan ekansan, uning jafosiga chidishing kerak. O'g'lim, Allah yaxshi, go'zal narsalarning hammasini tushunisi bilan, gulni tikini bilan, oshiqni jafosi bilan yaratgan. Rohat farog'at, amal mansab, soxta shon shuhrat quyida yaltiroq so'zlar, qofiyalar bilan yolg'on misralarni hajlab o'tganlar qandoqmi shoir bo'lsin. Umrda biror qitimmi rost gap qila olmagan, ko'ngildagini izhor qilish baxtiga erishalmagan shoirdan bechora odam bo'lamdi, o'g'lim. U yangroq ovozda nimadir deklamatsiya qilg'ach, mendan yiroqlab ketdi. Men uni butkul vujudim bilan berilib angladim. Anglaganlarim dilimda muhr bosganday o'rnashib qoldi. G'ayrat, shijoat, savob, ibodat, tama, xushomat, la'nat, ahonat. G'aybat, shikoyat, irur,
jinoyat, hasrat, nadomat, tushdir qabohat. Hasad saqaymas, o'smi jarohat, iroda to'vrik, ishonch, imorat. İnsan odam qilur sadoqat, yurt algi motam, erur xiyonat. Sotqin vatanga keltirar obat, so'xanchi alni qilar malomat. Qilar yolg'onchi orom tabovat, qul bo'lib o'tar, ko'rmas halovat. Nomus boshqa tosh, oya fazilat, vijdon hurmatdir, qo'zg'ar jasorat. Jur'at qilishdir, g'urur inovat, umid mash'aldir, bilim saodat. Uyqum ichilib ketdi. Yil anglagan misralarni ichimda yana bir qatim takrorladim. Dilim yurib ketdi. Yozganlaridek yashayolgan, olmas kabi saf, qaysar aqidasi yo'lida, haq yo'lda bu dunyoning rohat barog'iti, izzat hurmati, bolachaqa mehridan voz kechib, ig'ir amgak, yirik tomoq, xo'rliqni tanlagan atrofdagilarni bir-birlab erkinlikka uzutib, bu dunyoning jabbo mushaqqatini yolg'iz o'z ustiga olgandek, hali ham qafasda yashayotgan bu inson hayotimning burilish paytida meni unutib qolmagan edi. Yoki yushurun engimdagi aslamalar men uni unutib qolmaslikni eskartib o'tadi. Xuddi tumanli kechalarda tuyuqsiz volildab nur chechib adashgan kimlarga yo'l ko'rsatgan mayoqdek u menga yo'l ko'rsatib o'tadi. Kamal tabiatdagi va ko'nglimdagi bahor tuyg'usini, chin hissiyotimni ifodalagan bu she'rimni elib ketdi. Uzun o'tmay she'rim jurnalda e'lon qilindi. Dal shu yili Abdumrayim bo'yicha munavvar asarlarini baholash bo'lib o'tgan ekan, she'rim baholanib qoldi. Kamalning xush xabarini anglab, Atisla Urumchiga munavvar asarlarini mukofotlash yig'iniga chaqirtilgan taklifnomani topshirib oldim. Tuqqanlarning va yaqin yo'riqlarning maslahati bilan yig'inga aeroplan bilan bordim. Bu mening hayotimda tunji qitim aeroplanda o'tirishim edi. U vaqtlarda Qashqar, Urumchi oralig'ida uchadigan ko'na, kichik aeroplan ko'nglimni elashtirib beharam qilgan bo'lsa-mu, bir necha soatda Qashqardan Urumchiga berib bo'lish bilan men uchun mo'jiza kabi ish edi. Urumchiga boshqalardan 3 kun burun berib bo'lganligim uchun vaqtim yetarli edi. Men maxsus bir kunni ajratib, ana maktabimni, sinf yotoqlarini, daraxtliklarni, maktab atrofidagi yo'llarni aylandim. Qizil bino oldida xayollarga cho'kdim. Maktab oldidagi do'stlar bilan qatorlashib, naqsh aytishib maqlagan yo'ldan pastga qarab ketayotganimda 16-15 yoshlik vaqtlarim, savoldosh do'stlarim ko'z oldimga keldi. Ammo hozir ular yo'q. Ko'chalarım o'zgarib ketgan, oldimizga qadamda bir uchrashib turadigan, biz taniydigan mashhurlarmi shu yillar bilan tan ketib qolgan. Qalb ko'zing bilan baqsang, ko'chalar qaqchirab qolgandek ko'rindi. Maktab yendagi musos o'tiradigan yerga birdam qarab o'tirdim. Chiroyli soqol burut bosgan, mejasi chust shu bo'y hayot yo'limda ta'sir ko'rsatgan odamlarning biri edi. Men uning bilan tanishmagan bo'lsam, balkim boshqacha yashab, boshqacha bir odam bo'lgan bo'lardim-mikin. Ko'cha bo'ylab do'nko'rikka berib, do'nko'rik savdo sarayidan ayolim, bolarimga sovg'atlik oldim. Qaytib chiqib etib, yon tarafdagi bo'shliqda qator o'tirishib, mustoslarga ko'zim tushish bilanla yuragim jiqqala qilib qoldi. Mustoslarning oldidan tonish bir chiroyni izlab necha o'tdim. Uni uchirtishim mumkin emasligini bilatdim-yu, bo'ldi qilib yo'limga mang'um kelmaydi. Oxir cho'ng yoshli bir mustosning oldiga berib, sumkamning beg'ini o'nglatqash, ayni yillarda Shinjang institutining oldida o'ldirib, yamoqchilik qiladigan bir odamni taniydigan, tanmaydiganlikni so'radim. Qayr mustos birdan o'ylanib ketib, u yerda ish qilganlar oz emas. Avu tili ojiz birodarmi ilgari shu yerda o'tiradi, dedi. Yo'q, u odamning tili ojiz emas edi. Naydi gapdan ko'p ishni biladigan odam edi.
anlaşımca ilgiri cho'ng o'tgan kishilarning bola vaqisi ekanmish. Heliqi apandimni deydigan o'xshamamlar. Uni hamma odam apandim deydi. 2 putti palash edi. Atdiganda bir qo'shnisi uni qo'l arvosi bilan mushu yerga akilib o'tirg'izib qo'yatdi. U beshi bilan yendiki o'rni ishorat qildi. Kashda olg'ash ketadi. Bichorning qaraydigan bola vaqisi yo'q edi. Taliga Allah uningga oson o'lim berdi. Bir kuni mushu yerda o'ltiribla ketib qolgan. U bir qish kuni edi. Men uning palashligini bilmaydi ekanman. Yoki keyin ishqilib madaniyat sur inqilobidan tortib biz mashada billa o'ltiratdik. Shu chaqda palash ekan. U ilgari ashu maktabning oldida ish qilgan ekanmish. Etini bilmamdilar. Yo'q. Hamkim bir tuyg'u ishida u yerdan ayrildi. Bugun atigan Osim bilan Kamol ikkisi men tushgan mehmonxonaga men istab kelgan ekan. Uchimiz hali uzoq paranglashib o'ltiratdik. Ulardan hali ko'p pishqadam o'qituvchilarimizning va biz biladigan, hurmatlaydigan kishilarning vafot bo'lib ketganligini anglab, ko'nglim to'lib yerim bo'ldi. Demak, 20 yil tinsiz, 20 yil talay ishni ko'zga o'zgartirishga qodir. O yerda 18 yoshlik Kerem, Kamol, Osimlar qani. Ikkinchi kuni Kamol bilan bir necha koni tanishlarimizni yo'qladik. Atsi yig'in ichildigan 8 qavatlik mehmonxonaga kelib, tizimga oldirdik. Yig'in qatnashuvchilarini tizimlaydigan yigitga ismimni aytib berib olsam, yigitning yinda bir materialga qarab o'ri turgan 50 yoshlardagi illiq chiroy bir odam ishtik beshini ko'tarib, "Voy, siz shoirimiz Kerimjon o'xshamamsiz?" deb so'radi. "Shunda, men Kerimjon bo'laman" deb bo'lguncha u kishi oldimga ishtik kelib, qizg'inlik bilan qo'limni tutib olib, silkib turib, "Bek yaxshi bo'pti, bek yaxshi bo'pti. Men sizni kelolmay qolarmikin deb ansiragan edim. Mening ismim Kerem. Ikkimiz ismdosh ekanmiz. Men yozuvchilar jamiyatida ishlayman. Sizning ishlaringizni men burunli anglagan, lekin yaqingi ahvolingizdan to'liq xabardor topa olmadim. Yuring, men sizga yotoqni ko'rsatib qo'yay" deb sumkalarimni ko'tarishib meni liftga boshladi. Ko'zni yumib ochqicha 5-qavatga chiqib bo'ldi. U kutuvchini chaqirib, bir yotoqni ochqizib, meni kirishga taklif qildi. Ikkimiz yotoqda paranglashdik. U mening ahvolimni tafsilli so'rab, masalaning tehi hal qilinganligini bilgandan keyin nihoyat afsuslanib, "Siyosat nihoyat ochiq-ku. Asosiy qatlamdagi ba'zi kishilar bu xizmatni nemishqimi shundoq kayniga suruydigandi" dedi. Chiqib ketish oldida, "Kerimjon, siz yuqori rahbarlikka qaratib, iltimos yezib tayyorlab qo'ying. Deganda Abdun rayon rahbarlari yig'inning boshlanish murosimiga qatnashqili keladi. Ular sahnada ayrilish bilanla men sizdan raisning oldiga boshlab opirib, tanishtirib qo'yay" dedi. Uning og'irqi so'zlaridan qalbim larzaga keldi. U rostdan meni raisga tanishtirib qo'ydiganligini aytdi. Xuddi odatdagi bir ishni so'zlayotgandek, mening ishim xuddi o'zining ishidek shunchalik tabiiy so'zildi. Ko'p yillardan buyon rais degan bu nom kech-kunduz xiyolimdan chiqmaydi. Ular meni raisga nima deb xat yozding, maqsading nima edi deb sonsiz qatim so'roq qilishgan. Rais desa yurib jig'ildaydigan holga aklab qo'yishgan. Rais rostdan mening so'zimni anglab, men uchun ikki ig'iz haq gap qilib qo'yarmi? 17-bob. Atsi yig'inning boshlanish marosimida men sahnning o'tirgan, so'z qilib, yig'inimizni va mukofotlangan avtorlarni tabriklagan oq yuzlik, illiq chiroydan aqlli odamdagi chiqib turgan raisga uzoq qarab o'tirdim. Qaragancha ishonchim ossa, yana bir turib dakbedakga tushib qolatdim. Agar u menga "Sizning ishingiz murakkabroq ekan, o'zingiznimi, bizni avar qilmang" desichi. Kutgan minutlar oxir keldi. Rahbarlar sahnadan ayrilishdan sal ilgari Kerem aka meni zalga boshlab elib chiqqan edi. Rais yig'in maydonidan chiqib ketayotganda Udul raisning oldiga bordi. Uning bilan do'stlarcha yaqinlik va hurmat bilan ko'rishib bo'lib, ulardan sal yer turgan meni sharatlab chaqirib,
Rais, bu yoq dаңlıq şairimiz Kerimcan boludu. Uzun yil dard topganlardan biri. Yaqinki yillarda qalbga ilib etilgan bo'lsa-mu, masalasi tex hal bo'lmabdi. Uningga o'zingiz otidorchilik qilib qo'ygan bo'lsangiz, dedi. Rais men qarab kulib qo'l uzatdi va sizning ishingizdan xabarim bor, lekin masalangizning texchi hal bo'lmaganini bilmaydi ekanman, dedi. Uning illiq yumshoq qo'li bilan qo'limni chin siqib ko'rishi yuragimdami illiq tuyg'ularni uyg'otdi. Men ittik iltimosimni ilib ikki qo'llab uning sundum. U iltimosimga bir ur ko'z yugurtib bo'lib, hal qilishga tegishli masala ekan, iltimosingizga tasdiq selib yuqori sud mahkamasiga tushirib beray. Siz adil yuqori sudga bering, dedi. Shu kuni kechgacha tush ko'rayotgandek bo'lib yurdim. Urumchidagi eng oliy mehmonxonada Shinjongning hamma yerdan kelgan qalamkashlar bilan uchrashish, cho'ng ishlar to'g'risida fikr bayon qilish, mukofotlanib olqish tabriklarga nail bo'lish, rais bilan ko'rishish, mushaqqat tugmanlarida tortilib, yuqori besimli tahdid, majburlanish, til haqorat ostida yenchilib, insonligi, haq huquqlarini asga olgudek holi bo'lmagan, yig'ichi yaklanib, dakki-dakkidan qutulolmay kelgan mandek odam uchun uxlab tushimga kirmagan ishlar edi. Konu tonishlarim, savoqdashim, do'stlarim, to'nimisimu ismini anglaganlar meni izlab kelib, qo'limni qisib muboraklashdi. Yaxshi tilaklarini bildirishdi. 20 yillik dardni hech narsa bo'lmagan yuragim xo'shalliqqa chidamaydigandek qiladi. Xo'shalliqim avjiga chiqqan shu chaqlardami nemishqidir og'rib oqadi aslida. Uning tamkin turqi, sinchi ko'zlarini qisib, ma'nli kulimsirashlari ko'z oldimga kelishi bilan hayojonlarim qaynayotgan qozonga suv quyilgandek besiqdi. Bu so'rovlar, bu maqtanishlar, bu shodliklar hayotning chin ma'nosi emas edi. Oxirlashmaydigan so'rin bo'lmaydi. Bepoyon, hamrohimsiz hayot har yerda, har xil tusda o'z qonuniyati bo'yicha davom qiladi. Bir shoir uchun uningda baxtdan to'la fojia, xo'shalliqdan to'la qayg'u bor edi. Texi sir ichilmagan talay haqiqat, noyoq azob chekilayotgan talay inson bor edi. Ularning qadr-qimmati ko'pincha niqob ostida, qora tuproq qo'ynida, turmalarda, miq-miq odamlar orasida yoki cho'l boyog'larda ko'milib qoladi. Bir shoir sun'iy rang ko'rinishlarga ko'pik taklaylab yurishlarga odatlanib qolmasligi kerak edi. Keyingi bir necha kunda yig'inning o'rlashtirishi bo'yicha ekskursiya va boshqa faoliyatlarga qatnashdim. Raisning gaplarimi quloq tuymda turdi. U adila yuqori sudga bering degan edi. Bizning u yerlarda adila bejirimiz degan ishmi biror oysiz hal bo'lmaydi. Shunga yig'inni tugatib borsam muvaffaq bo'lar. Yuqori suddagilarni bak oldirib qo'ymay deb o'ylaydim. Yuqori sudga borgan kunim bildimki, raisning tasdiqi tushgan hamon ular maxsus guruh tashkillab mening masalamni hal qilishga tutish qilgan ekan. Borgan kunimla yuqori sudning 10 necha yillik kesimni bekor qilib, gunohsizlab chiqargan yangi hukmi istihojim, maoshim, xizmatga tayinlanishim to'g'risidagi hujjatlar baraqli qo'limga tegdi. Stajim 1959-yili 1-oydan boshlab hisoblanib, universitetni tugatgan yangi o'quvchilar qatorida xizmatga taqsim qilindim. Agar yozuvchilar jamiyatidagi ashu hurmatli zot chin ko'ngilda yordam qilmagan bo'lsa, men davomli yurtimda vaqtli o'qituvchi bo'lib ishlab bergan bo'lardim. Hech kim menga staj hal qilib bermaydi. Masalamni hal qilish yo'lida nurg'un ayr yo'lni besib, kimlarningdir ishkilarida sarg'ayib, umid bilan umidsizlikning g'uva manzillarida yana talay yilni o'tkazgan bo'lardim. Biroq men umrimda uning bir eg'iz rahmat etolmadim. Og'rib yotgan kunlarida uning kesilini biror qatim yo'qlab borolmadim. Vafot bo'lgan chog'ida tog'utini orqasidan mangolmadim. Ammo men uni yiroqda turib, cho'nqur hurmat va sevginish bilan davomli yod etib turdim. Men oxiri tinch, ozoda muhitga,
iqtidorimga loyiq xizmat o'rniga talay yildan buyon muңlanib to'xtab qolgan qalbimni qayta javon qildirish imkoniyatiga erishdim. Bolalarim sog'lom cho'ng bo'lib, oliy maktablarni bitkizdi. Ammo mehribon ota-onam o'z vazifasini ado qilib, tinchsiz xushalligidan azob uqubati to'la hayot yo'lini besib tamomlab, birisining keyindan biri u olamga ketib qoldi. Men qizimning vujudidan yurish turishidagi so'lgapdan har bir beqishi, meyqida kulimsirashidan, hamguzorligidan onamni ko'raman. Günlükdə, balkonda, dəhlizlərimdə meçirlab sayrışıdığım quşlarını görsəm, dadamını əsləymən. Ruhi qoşal olsun da, hər ədyazda kiçik ıssıq yağış uğularını yasab, balkonumğa, dərəqlərə urundub qoyuman. Quşqaşlarını terib yesin da, hər günü balkonumğa dan çeçib qoyuman. Aşu kiçik, umaq canlarda şunçilik səsgür qalb var. Olar mehr muhabbatdan bahramon bo'lishdan emas, minnatdorlikni bildirishni biladi. Dikildab, dan terib yeb yurganlarida menga ular xuddi kulayotgandek ko'rindi. Ularning sayrashlari boshqacha yaqinlik, yangroq anglanadi. Assalomu qadrdonlarim. Bugungi roman o'qishligi mushada oxirlashdi. Oxirga davomli diqqat bergaysizlar. Hammanglarning mushu vaqti xayrli bo'lsin. Rahmat.